ko'p pul topdi, bu bo'ldi moliyaviy savodxon deganimi? 3000 tikkandim 2 oy oldin, hozir 9000 bo'libdi. Hozir 6000 qo'shsam deydi, 15000 qilib seshanba kuni olarkanman. Keyin kuldim deb aytdim, o'zbekcha gapiryapman aka deyapman deb. Korzinkadan $1,000,000 ga ola olasizmi? Men aytdim, "Men to'lamasam kim to'laydi?" deyapman. Aksiya bilan investitsiya qilishga sizga katta pul shart emas. 24-yil O'rta Osiyoda eng katta chakana savdo bo'lmasa-da, endi masalan hozir Birinchi mablag'ingizni qayerdan olgansiz? Birinchi kapitalni aynan korzinkani ochishga. Korzinka hammasini hayotini yaxshilikka o'zgartiryapti. O'zbekistonda o'sha paytda birinchi equity anaqa edi, ya'ni Sarmoya. sarmoya, birinchi, ya'ni kredit emas, balki haqiqiy sarmoya. Bir kunda 300 mingta odam bizada savdo qiladi. O'rtacha 43 minutdan ekonom qilsa, pul muhim emas deydiganlarga umuman nima ensam qotadi. Ana biz O'zbekistonda shuncha yil yashayapmiz. Qayerda nima bepul berildi? Men Tamila Qurbanova, moliya va investitsiya yo'nalishlarida 20 yildan ortiq xorijiy tajribaga ega xalqaro toifadagi mutaxassisman. Dunyoda moliya bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Wharton School'ni 100% grant asosida 2006-yilda bitirganman. Wall Street'da Morgan Stanley va UBS investitsion banklarida aksiya faoliyati bilan shug'ullanganman. Dubay xalqaro moliya markazida Julius Baer Private Bankida millionerlarning pulini boshqarishga yordam berganman. Jami bo'lib 20 yil xorijda turgandan keyin O'zbekistonga qaytdim. Hozirda prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev qarorlari bilan tashkillashtirilgan Tadbirkor ayollar kengashi a'zosiman hamda Fintellect investitsiya va moliya akademiyasini asoschisiman. YouTube kanalimni yurg'izishdan maqsad o'zbekistonliklarni moliyaviy erkinlikka chiqishi uchun ozgina bo'lsa ham o'zimni hissamni qo'shish va buni o'zimni Wall Streetda olgan tajriba va bilimlarim orqali qilaman. Assalomu alaykum azizlarim. Bugun navbatdagi mehmonimizga xush keldik deymiz. Mehmonimiz Zafar Hoshimov, hamma juda ham yaxshi taniydigan Korzinka supermarketlari tarmog'i asoschilari. Assalomu alaykum Zafar aka. Va alaykum assalom, taklif uchun rahmat. Rahmat, juda ham xursandman vaqt ajratib kelganingizga. Sizni anchadan beri taniyman. Nafaqatgina endi hamma taniydi, nafaqatgina eng yirik va eng muvaffaqiyatli tadbirkorsiz O'zbekistonda, balki meni shaxsiy nima deydi fikrimda siz eng moliyaviy savodxon pul tilida juda ham yaxshi gapiradigan insonsiz. Shuning uchun ham chaqirganim bejizga emas. Bugun aynan shu pul temasi, pul mavzusi, moliyaviy savodxonlik mavzusi haqida gaplashsak. Men hozir o'quvchilarimga doim aytaman pul tili deb. Chunki pul tili ham juda ham muhim til. Hamma endi ingliz tilini o'rganadi, boshqa tillarni o'rganadi, lekin pul tilini gaplashish ham juda ham muhim. Chunki o'shanda hayotingiz ancha osonroq bo'ladi. O'shanga boshlasak, birinchi savolim, moliyaviy savodxonlik o'zi siz uchun nima? Nima deb o'ylaysiz? Odamlar nima tushunishi kerak moliyaviy savodxonlik deganda? Menga yoqdi haligi pul tili deganingiz ochig'i. Albatta, moliyaviy savodxonlik bir jihatdan masalan qandaydir hamma o'zini shu narsani bilaman deb hisoblaydi, lekin ko'p jihatlarda men bu tilni counter intuitive deb bilaman. Ya'ni o'ylagan narsangizni ko'pchilik masalan shu oddiy narsalarni ham moliya anaqasida bilaman, tajribali tadbirkorlar boshqalar ham masalan juda ham ko'p shunga o'xshagan savollarda yanglishishadi va o'shanda bilasizki, qandaydir bir asosiy moliyaviy prinsiplarni shunchaki masalan haligi ishlab yo boshqa qilib singdirib olsa bo'lmaydi. Buni darhaqiqat o'qib o'rganish kerak. Okay, bu zo'r savolda, как раз zo'r fikr, как раз keyingi savolimga men unda o'qiganimda dunyoni eng anaqa nima deydi, moliyaviy savodxon insonlari Skandinav davlatlarida yashashar ekan. Ya'ni menimcha bu ularni kichkinaligidan aynan o'sha moliyaviy savodxonlikka, pulni to'g'ri boshqarishga, byudjet tuzishga, soliq to'lashga o'rgatishar ekanda. O'shanga siz nima deb o'ylaysiz? Bu narsani qaysi yoshdan o'rgatish kerak? Etis o'rgansa bo'ladi. Qachon o'rganish mumkin va O'zbekistonda masalan maktablarda shu narsa o'rgatilishi kerakmi? Albatta. Men bilmasdim Skandinav mamlakatlaridagi bunaqa nima deydi ustunligini, lekin aniq ishonaman, bo'lsa ham kerak. Bu narsani haqiqatdan o'rgatishimiz kerak. Chunki o'zi pul o'zi nima? Masalan, qanday shakllarda bo'ladi? Masalan, mablag'lar, nima qanday resurslar, likvid qaysilari, non-likvid, nimaga bir narsa ikkinchisidan anaqa bir esimda shu hali Aniginni o'qiganimizda ham haligi bir esingda bo'lsa, men rus tilida bilaman. Как государство богатеет и чем живут и почему, не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Отец понять его не мог, и землю отдавал залог degan anaqalar bo'lardi masalan. Shu masalan aytaylik o'sha iqtisod asoschilari boshqalarini, ya'ni juda
men o'ylayman asosiy prinsiplarini boshidan bir bolalarga tushuntirgan yaxshi. Men o'ylayman juda ham kichik bolalar, kichik yoshlardan ham qandaydir o'yin tariqasida qandaydir ilmlarni bersa bo'ladi. Masalan, men o'zim aytib beraman. Men safarga chiqqanimda masalan o'g'limdan nima qilardim? Ledgerni tushuntirib qo'yganman. Oddiy, masalan, mana anaqa data description, ya'ni o'sha tushuntirish nimaga, bitta kolonkasiga xarajat, bitta kolonkaga olingan pulni yozasan va balans chiqarasan. Demak, masalan, anaqa keyingi qatorli balans, bu oldingi balans, qo'shilgan kirim, ayrilgan chiqim, yangi balans. Men esimda shu 8 yoshidami, Umid o'g'limdan, katta o'g'limdan ikkalamiz safarga chiqqanmiz. Yevropada mashinada yurganman. Endi o'zim rulda. U mana hozir 32 yoshga bo'lsa, mana 24-25 yil o'tibdi. Masalan, aytdimki, mana pulni senga beraman. Masalan, vaqt bevaqt, masalan, o'sha payt qanchadir pul beraman deb unga u kirgizib qo'yadi. Keyin hamma xarajatga o'sha yerdan olib qilaman. Aniq o'sha kartochkalarim bor edi, boshqa bor edi, lekin aniq unga naqd pulni ham ishlashni o'rgatganman. U yozib berardi. Keyin kechqurun anaqasini balansini hisoblardik. Agar xato qilgan bo'lsa, yo bir narsani yozmagan bo'lsa, yo bir joyda masalan to'xtadik, suv ichdik, haligi bo'ladi, kirgizib qo'ymagan bo'lsa, kechqurun o'tirib haligi chiqara olmay o'tirardi. Kassaviy razriv. Kassaviy razriv emas, endi haligi discrepancy paydo bo'lardi, o'tirib o'shani hisoblardi. Mana men o'ylayman, shu tariqada ham o'rgatsa bo'ladi. Shunda haligi nima deydi, baribir yana bitta narsa bu qandaydir disiplinani ham tarbiyalaydi, pulga nisbatan. Pulga nisbatan intizom ham juda ham katta rol o'ynaydi. Ko'pchilik odamlar masalan o'sha nima kelib nima ketganini bilmay ham qoladi. Bu mana shu eshitaman shu gaplarni, masalan, voy qanaqa pulim ketib qolganini bilmayman. Qanaqa bilmaysan, masalan, yo tushib qolgan cho'ntagingdan yoki ishlatgan bo'lsang, qandaydir o'sha narsalarni ifoda qilish kerak, qandaydir aniqladi. Bu juda qiziq narsa-da, masalan, mana o'shalarni hisob kitobini qilib yursa, bir oyda ovqatga qancha pul ketyapti. Bu nima, tadqiqot nuqtai nazaridan ham qiziq narsa. Masalan, bir oilada masalan ovqatga, kiyim-kechak, kommunalga qanchaga masalan hisoblab, ana uni asosida keyingi oyi byudjetlasa bo'ladi. Keyin bir narsa o'xshamaydi, chiqib ketadi byudjetdan boshqa. Sababini o'rgansa bo'ladi, nimaga bunaqa bo'ldi deb. Mana o'shanda qandaydir oddiy narsalarni kuzatasiz, inflyatsiyani kuzatasiz yoki boshqa narsalarni, yoki masalan mana aytaylik, bir mavsumdan ikkinchisiga o'tayotganda o'sha oilangizni iste'molini o'zgarishini kuzatasiz. Shunga o'xshagan narsalar. Men uchun bu juda ham qiziq bo'lsa kerak. Bolalarga yozdirib yurish, masalan, hech bo'lmasa, xarajatlarni. Eng asosiyisini aytyapman-da, lekin keyinchalik masalan shu ishlata boshqa qildik, qanchadir ham pul shu oy qo'zg'almay turdi-da. Masalan, shu pulni qandaydir boshqa narsaga qo'yib ishlatsak bo'larmidi, yoki qancha pulni masalan hamma narsani byudjet qilib aniq qilsak, qancha pulni oilamizdan byudjetdan ajrata olamiz va nimaga uni yo'naltiramiz? Masalan, yig'ib dam olishga boramizmi, yo yig'ib qandaydir bir investitsiya yoki qandaydir bir passiv daromad manbasiga aylantiramizmi va hokazo. Zo'r. Hozir juda ko'p zo'r mavzularni aytib o'tdingiz. Likvid, nolikvid. Anaqamiz nima deydi, auditoriyaga tushunarli bo'lishi uchun likvidlik degani bu qanaqadir aktivni, mulkni qancha tezlikda siz naqd pulga aylantira olishingiz. Hozir gapirganingiz, mana o'g'lingizga, Umid o'g'lingizga o'sha ledger yuritganini o'rgatganingiz, bu cash flow, o'sha naqd pul aylanmasini ham o'rgatdingiz-da. Bu juda ham muhim narsa. Aytishadi-yu, boya haligini aytganingizdek, nima deydi, cash is king. Asset rich, cash poor bo'lsa odam juda ham katta muammosi bo'lishi mumkin va hozir byudjetda shu narsada men aytaman, anaqa dunyoda har daqiqada millionerlar bankrot bo'ladi. Ular anaqaligi uchun emas, ularning mulki, hamma narsasi bor, lekin o'sha to'lov vaqti kelganda naqdi bo'lmasa, masalan, aytaylik, iqtisodiy qonunda u bankrot hisoblanadi. Aynan shunaqa. Men hozir aytdingiz, men juda xursand bo'lib ketyapman gaplaringizni eshitib. O'sha hisob kitob muhimligini har doim aytaman. Agar farqi yo'q, siz oddiy insonmisiz yoki siz tadbirkormisiz yoki siz davlat boshqarasizmi, hamma joyda bitta qonun ishlaydi. Kirim bor, chiqim bor. Agar chiqim kirimdan ko'proq bo'lsa, unda katta qarz olasiz yoki bankrot bo'lishi mumkin yoki default bo'lishi mumkin va bu katta muammolarga keltiradi. Shu ko'nikmalar sizda qanaqa shakllangan? Qayerdan o'rgangansiz shu narsalarni? Men endi bitta narsa aytaman, ochig'i, masalan, men matematikman. Shuning uchun masalan compound effektni yaxshi tushunaman. Masalan, matematika tagida bo'lsa, o'zi yaxshi tushunasiz resurslarni, lekin shu gapni aytayotgan paytimda yana bir narsa aytishim mumkinki, achchiq qonli darslar ham olganman hayotdan. Aytib berasizmi? Shunday xatolar qilib, albatta
masalan qaysidir ham jihatlarini tushunmay, qaysidir ham paytda masalan resurslarni to'plab turish kerak paytda ularni tarqatib, shunaqa bir hodisalar bo'lgan. Ulardan ham qandaydir xulosa chiqarish. O'zi bundoq olib qarasangiz, hayotda ham shunaqa narsa. Biza hammamiz albatta insonmiz, albatta xato qilamiz. Eng asosiysi bir xil xatoni ko'p qilmaslik. Xatolardan o'rganishda. O'rganish, saboq olish. Shu borada Ko'r xastasini bir marta yo'qotadi deyishadi-yu. shunaqa. Shu borada mana o'sha siz pul haqida o'ylashingizni, fikrlashingizni qanaqadir o'zgartirgan voqeami yoki kitobmi, nimadir bormi? Hozir mana xatolar haqida gapirdingiz, balki u Yo'q, unaqa deyarli unaqa kitoblar, voqealar juda ko'p. Masalan, man bilaman, qiziq bir narsa aytib beraman, mana o'qisa bo'ladi. Anaqa Teodor Daj aka Finansist, Titan trilogiyasi bor edi-yu. O'shani Finansist degan kitobini o'qiganman. Man hali uni o'spirinlik paytda, 12-13 yasharimda. O'sha yerda hozir esimdan chiqdi asosiy qahramoni. Asosiy qahramoni nima qiladi? U o'sha shahrida, yana esimda Chikagodan boshqa qilib anaqada u tramvaylar endi tushayotgan bo'ladi, tramvaylar. Shunda men juda qiziq narsani o'rganganman. Demak, u oladi, bitta tramvay liniya qarz olib, otasi bankir bo'ladi, otasidan qarz olib, bitta tramvay liniyani ishga tushiradi. Keyin o'sha tramvay liniya, ya'ni o'sha cash flow, ya'ni pul oqimlarini yaratganda, u o'shani aksionerlik qiladida, keyin ikkinchi liniya oladi, keyin uchinchi liniya va hokazo. Mana o'shani qahramoni shunaqa bo'ladi. Keyin men juda ham bir qiziq kapitalizm mohiyatini hali chuqur sotsializm payti, men 12 yashar bo'lsam qancha 80-yilda nima deydi Ali g'olib sotsializm paytida shu narsani o'zimga ochganmanki, bir pul necha marta anaqa qilish va kapital va pul oqimini munosabatida. Endi matematika qiziqqa, menga qiziq bo'lgan. Shunda juda qiziq yana hodisa. Mana agar kapitalizm to'g'risida gapirsangiz va asosi o'zi nimadan iboratligini, mana aytaylik, bitta odam aytaylik novvoy. Endi o'sha qishlog'ida hammaga non kerak. Aytaylik, u boradi bankdan pul oladi, masalan aytaylik $10,000 oladi, novvoyxona ochadi o'ziga. Bank unga $10,000 kredit beradi. Bu novvoyxona ochib, anaqa un sotib oladi, boshqa sotib oladi. Qanaqa sotib oladi? Chunki u qishloqda aytaylik o'sha bank o'zi. Demak, un sotadiganni shotiga, ya'ni $10,000 bank o'zi hali novvoyga bermaydi, novvoy hisobiga qo'yadi. Mana endi u novvoy oldi, aytaylik o'sha qishloqdan kimdandir ham tandir oldi, kimdandir ham o'tin oldi, kimdandir ham anaqa un oldi, kimdandir ham tuxum oldi, ya'ni nima sariyog' boshqa sotib olyapti o'sha yerdan. Bu bitta bank ichida bir hisobdan ikkinchisiga o'tyapti. Pul deyarli qimirlamayapti. O'sha g'alidagi ledjerlar yozilyapti. Bundan olinyapti, bundan berilyapti. Birdaniga o'sha qishloqda bir nechta odam hali o'sha harakati boshlanadi, qiziq. Endi qarasangiz, olib qarasangiz, 10,000 pul o'zidagi deydi. 10,000 bu novvoy qarz. 10,000 pul shu yerda turibdi. U 10,000 puldan 10,000 pul shu yerda turibdi. Lekin 10,000 puldan kimgadir ham haligi un uchun deb yozib qo'yildi, kimgadir ham yog' uchun. Endi unchi anaqadan tegirmondan un sotyapti. Shunda tegirmonchiga yoziladi. Keyin bundoq hisoblasangiz, masalan, umuman olib qaraganda bank tagida turgan $10,000 bo'lsa, umumiy shu qishloqning hayotida masalan haligi undan karra ishlayapti-da. Men o'shanda aniq qilganimda, masalan, bitta pulli tagida masalan shuncha harakat bo'lyapti. Mana bu narsani aytaylik intuitsiyamdan qamrab olamiz. O'tirib o'shalarni yozsangiz, birdan ko'rasiz qancha jonlanish tagida bor kapitalizm. Shuning uchun o'shanda o'tirib o'ylab qandaydir bo'ladi. Endi mana oyim, adam borishadi, ishlashadi, oylik ishlab kelishadi. Juda ham diskret, juda ham haligi bir o'lchamli iqtisodiy hayotda. Men buni o'ylaganimda, ko'rganimda juda meni ko'z oldimda ko'p o'lchamli qandaydir bir fazo ochilgandek bo'lganda, men esimda o'sha narsa juda ham ko'p o'ylantirgan meni. Qanaqa qilib, masalan, o'sha otasi bergan, masalan, aytaylik 1 million, qanchadandir ham keyin 10 million, lekin u deyarli baribir u puli qarz, lekin demak, zato 10 millionlik toshni suryapti o'sha bola 1 million anaqamdan. Ya'ni xuddi bilasizmi, anaqani haligi
menga tayanch nuqtasini bering, man yer ko'taraman degan Arximed. Xuddi shunaqa qandaydir bo'ladi shu kapitalizmda shunday tayanch nuqtasiki, ya'ni o'sha tayanch nuqtani to'g'ri qo'ysangiz, kichkina aytaylik kuch bilan juda katta narsalarni sursa bo'ladi va shu tayanch nuqtani qo'yilishi bu bir man o'ylayman kapitalizm ixtirosi. Siz bilan 100% qo'shilaman fikringizga. Hozir ikkita uchta savolim bor. O'zi keyinroq bermoqchi bo'lgan savollarim ham bor edi compound effect haqida. Lekin birinchi hozir sizni gapingizdan biza qanaqa xulosa qilsak bo'ladi? Demak, o'sha moliyaviy savodxonlik, pulni to'g'ri boshqarish bilimi, pul ilmi tug'ma narsami yoki uni o'rgansa bo'ladimi? Albatta o'rgansa bo'ladi. Masalan, endi pulni ham tug'ilmaganmiz, pulni ham o'lmaymiz. Demak, bu hayotiy nima ya'ni bu dunyoda paydo bo'lgan narsa. Mana biz bilamiz o'zi pul tushunchasi boshqa, ya'ni odamzod endi ancha yil yashagandan keyin paydo bo'lgan konsept bo'lganda pul. Endi masalan, man bilmayman 100 ming yil, 10 ming yil umuman odamzod pulsiz ham yashagan payti bo'lganda, keyin masalan aytaylik bu pul konsepti paydo bo'lgan. Ungacha masalan mana haligi aytamiz natural ayirboshlash, boshqa yo'llar bilan xarajat bo'lgan. Man ochig'i o'zim hayotimda natural ayirboshlashni ko'zim anaqadan kechirganman. Man esimda shu aytaylik rubllar chiqib ketib, hali so'm kuponlar tarqalishidan oldin shu paytda qandaydir biror kunmi, bir haftami pulsizlik bo'lganda, man endi ishga kelib yurardim. Shunda bitta narsa bo'lgan, bir o'rtog'im sigaret sotyapti. Bir blok sigaret sotib olganman. Chakmasdim o'zi. Bo'ladi, taksi tutib, taksistdan sigaretni ham hisoblashgan paytlarimiz bo'lgan. Masalan, borib mamlakatga olib borib qo'ying, qancha berasiz? U ham biladi pul yo'qligini. Mana aytaman, 5 ta sigaret beraman, 6 ta bering deydi. Borib unga shart qilib anaqa bo'lgan paytlar bo'lgan. Qanaqa mayasini bir joyda jivachkamdan to'lab o'tib ketgan paytda mashaqalab bo'lgan paytlar bo'lgan. Qanaqa butun iqtisodda pulsizlik bo'lgan paytda bo'lgan. Esimda mana kichkina edi bu paytda. Hozir men hayolimga anaqa sal boshqacharoq narsa keldi. Yaqinda bitcoinday bo'ldi-yu, bir kishi 40 mingta manimcha bitcoinga pitsa sotadigan, hali bitcoin ommalashmaganidan oldin shunaqa qilganini ko'ruvdim. Hozirgi kunda o'sha narsa 1 milliard dollar turadi, tasavvur qiling. O'shanga juda ham muhim bularni o'rganish. Lekin mana qarang, ratsional qarasang, o'sha paytga narxi shu ishda pitsa bo'lganda-da. Masalan, hozir kimdir aytadi, voy, masalan, ahmoq o'shanda qilmaganda, buni endi masalan orqadan haligi nima deydi, vaqt o'tgandan keyin aqllilar ko'p-da. Qilish oson. O'sha paytda masalan bitcoinga o'xshagan qancha narsalar chiqib yo'q bo'lib ketdi. Masalan, o'sha pitsa olgan, yegani qoldi yoniga, to'g'risi. To'g'ri. Compound effect haqida gapirdingiz. Men shu narsani hozir aytib o'tmoqchiman, chunki to'g'risini aytsam, mana shu savolni sizga bermoqchi edim. Bu haqida juda ham nima deydi, ko'p gapiraman va men uchun juda ham qadrli mavzu bu. O'sha kichkina narsalar qanaqa qilib aylanib katta narsaga aylanish haqida. Va siz matematik bo'lganingiz uchun bu sizga juda ham oson tuyuladi ko'pchilikka, lekin o'sha qiyin. Va o'sha hozir bu ham xarajatda bor narsa, ham investitsiyada bor narsa. O'shanga bu haqida o'zingiz aytib o'tsangiz xursand bo'lardim. Men bir anaqadan aytaman, bir afsonami. Shu narsa ko'pchilikning balki xabari ham bordir. Bir shox bo'ladi. Shu shox qandaydir bir yumushi bo'ladi. Masalan, qizi kasal bo'ladi, boshqa. Shunda aytadiki, kim kelib shu qizimni davolasa, men so'raganini beraman deydi. Lekin anaqa shoxdan so'rash unchalik nima deydi, qulay bo'lmagan. Shunda qizini davolagan tabib aytadiki, nima aytganingni boshi yo tillo qilaymi, boshqa deganda, shu tabib aytadiki, yo'q, menga mana o'sha payt shaxmat daskasi turgan bo'ladi. Shox keyin shoxga aytadi, menga deydi, bug'doyimdan berasiz deydi. Mana bir bug'doyni birinchi kataga qo'yasiz dedi. Ikkinchi kataga 2 barobar ko'p, 2 ta qo'yasiz deydi. Uchinchisiga 4 ta qo'yasiz deydi. Beshinchisiga 8 ta va hokazo. Har biriga 2 karra. Mana anaqa kontraintuitiv degan. Voy, shuni atiga so'raysanmi deydi. Keyin mayli, menga shuni bersangiz ham yetadi deydi. Keyin shox boshlaydi. 1, 2, 4, 8, 16, 32 va hokazo. 16-qatorga yetganda mana endi biz bilamiz, milliondan oshadi. Keyin qilsangiz u qiladi. Lekin dunyoni bug'doyi yo'q o'sha daskani to'ldiradigan. Mana qandaydir oson narsa, bir dona bug'doy urug'i 2 ta, 4 ta, 8 ta, lekin 64 taga agar chiqsangiz, bu masalan 2 ni 64-darajasi desangiz, endi buni nima deydi, sanasangiz, men bilmayman, men esimda juda katta anaqa edi, hozir eslolmayman ham nechta xonali anaqa, lekin butun shox shunda bankrot bo'ladi. Buni
shu atiga so'ragan, atiga deydida, shuni beraman deb, keyin bankrot bo'ladi. Shunda aytadi, shoh mot bo'ldi deydida. O'sha shohmat daskasini ustida shoh deydi, sani oldingda mot bo'ldi deydi mana olim odam. Mana mana shu narsalarni biz tushunmaymiz endi bo'ladi. Mana bir xil odamlarga aytasiz, masalan, mana puling masalan 1 so'm, 1 so'm 10 tiyin bo'lsa, 1 so'm 10 tiyinni qo'ysang, 1 so'm 10 tiyin yana 10% chiqsa, u uni ustiga 10% chiqsa, shunda ko'rsangiz, ani eksponensial ketadi anaqasi. Nima deydi? Chunki o'sha x bu o'sha anaqada bu darajasi, ya'ni anaqani son haligi ifodani darajasi yo'nalgan. Bu oddiy ko'payish emas, bu oddiy qo'shish emas. Bu daraja ravishda ketadi. Shuning uchun mana shu effektni bir xil payt intuitiv odamlar tushunmaydi masalani. Mana deydi, men esimda shunaqa paytlar bo'lgan, odamlar oyiga 10% dan qarz olib, endi o'sha katta inflyatsiya paytlarida 10% dan qarz olib, xursand bo'lib yuribdi. Endi 1 yilgacha to'lamasa ham o'sha o'z-o'ziga oyiga qo'shib yurar ekan, lekin 1 yil qancha bo'lishini ham ko'pida bilmaydi. Yoki masalan yana bitta narsa men ko'p sezaman endi ochig'i, mana agar biza moliyaviy savodxonlik desangiz, mana oddiy iste'molchi kreditlarni, masalan mahsulot, mana qo'lingizda iPhone turibdi, odamlarga aytishadi, mana iPhone anaqa emas, mana $350 dan to'laysan deydi masalanda, oyiga. Вот, masalan o'sha odam qanchaga uchishayotganini tasavvur qila oladimi-da, mana shunaqa endi $50 dan $100 dan bilmayman, hech qilib ko'rsa, ko'ziga masalan ochig'i aytaylik, bir shunaqa bir savodxonligi yo'q odamga, voy oyiga men masalan mana 500 topolman, 50 to'lasam nima bo'pti, 3-4 yilda qutulib olar ekanman boshqa deydi. Lekin haqiqatdan tasavvur qilyapman, masalan aytaylik, mana o'sha 900 lik iPhone'ni masalan 300 dan qilib 3600 4 barobar narxiga otganini tushunyaptimi desangiz, ko'pchilik unaqa tushunmaydi hamda. Men shu narsada o'zim guvoh bo'lganman bir xil odamlarni xatti-harakatida. Mana bugundan kam to'lab olmanu. Hozir birdaniga masalan $900 berdi siz, o'ziga shu narsani mos ko'rmaydi-da. Lekin masalan 3 yil $100 dan to'layman desangiz, zo'r ekan deydi. Bo'ladi, mana shuni men tushundim. 4 barobar ko'p to'layapsan, bilasanmi? Qanaqa 4 barobar bo'lar ekanmi? 4 barobar mana hisobla desangiz, masalan o'ylab ham ko'rilmaydi. Men o'ylayman, yana bir narsa moliyaviy savodxonlikda aql dangasaligidan qochishimiz kerak. Ko'p odamlar o'ylashga erinadi. Haqiqatdan bu to'g'ri narsa, chunki biz ham bilamiz, mana shu odamni o'ylash protsessi eng ko'p energiyamizni yeydigan protsess ekanda. Masalan o'shaning uchun haligi charchaganda odam oyoq qo'li emas, haligi miyasi charchaydi-da, endi mana kunimdan. O'shaning uchun juda ham ko'p energiya yo'qotar ekan. Shuning uchun ko'p odamlar shu nima qilsa qo'limdan oyog'imdan qilsa, faqat kallasini ham ishlamasada. Shu narsa, ya'ni bu ham nima deydi? Tabiiy, ya'ni energiya saqlayapti o'sha kallani ishlatmasdan. Lekin uni ham narxi bor. Ha. Kosti bor-da, uni ham o'ylamasligi ham kosti bor. Haligidek bitta qiziq anaqa bor edi maqola. Hayot matematika tushunmaganlardan alohida saloq oladi deganda bo'ladi. Xuddi anaqa hozir compound effekt haqida gapirdik-ku, bejizga emas, Albert Einstein uni dunyodagi eng kuchli kuch degan va dunyoni 8-mo'jizasi degan. Aytganki, o'sha compound effekt murakkab foizni tushungan odam butun umr o'zini nima deydi, o'zini foydasiga ishlatadi. Tushunmagan odam nima qiladi? Butun umr uni faqat o'sha to'lab yuradi. Xuddi siz o'sha iPhone aytganingizdek 4 barobar qimmatga olishini. Men endi bilasiz, ko'p yil Dubayda, Amerikada yashaganman, ishlaganman. O'zbekistonga qaytib ko'ryapmanki, o'sha moliyaviy savodxonlik darajasi past. Hozir siz ham o'shani ta'kidlab o'tdingiz. Nima qilsak bo'ladi shu narsani rivojlantirish uchun? Tamilg'on, meni fikrimcha, men juda ham katta farq mamlakatlar orasida ko'rmayman. Mana Skandinaviya dedingiz, balki qandaydir bir o'shanaqa aytaylik mamlakatlar bordir, u yoqda chuqurroq ilm bergan boshqa, lekin men juda ko'p mamlakatga borganimda, umuman olganda odamlar hamma yoqda qaysidir ma'noda bir xil, kimdir haligi tajribaliroq bo'lib og'zi kuygan voqelikroq, kimdir ham keyinroq, lekin bundoq bir bu narsada bir afzallik bu yoqda savodxonlik ham, u yoqda ko'p degan narsa yo'q. Mana Dubay o'zida mana savodxonlik haqida gapiradigan bo'lsak, mana 2008-yildan oldin anaqa hamma over leveraged bo'lib, hamma haligi qarzlarga yasab boshqa qilib, men o'sha payt esimda Dubayga borganimda aeroportning oldiy parki allambalo qimmatbaho mashinalarga to'lib ketgan. Hammasi kreditga olgan, kelgan ekspertlar o'shani pulini to'lolmay
просто mashinani aeroportda oldida haligi kaltini sideniyasini tagiga solib uchib ketishgan o'zini mamlakatiga qarzlarini to'lolmay. Ya'ni man aytmoqchimanki, bu yerda unaqa narsa yo'q. Mana masalan Amerikada ko'rgansiz, aytaylik eng kapitalizm anaqasi o'sha mana 2008-yil yoki 2000-yilda .com bo'lgan. Man esimda umuman internet tushunmaydigan chol kampirlar butun pensioner fondini pulini .comlarga tiqib tashlashgan, chunki Nasdaq 1,5 mingdan 1 yil ichida 5 mingga ko'tarilibdi deb hamma pulini tiqqan. Keyin hamma voy deb, hamma ko'z yosh boshqa yoki Madif afera bilasizlar, masalan shu odamlarni endi aldagan u. Lekin qaysi manda aldagan, gravitatsiyani qilmagan. Qandaydir har xil zamonlarda qandaydir bir fond bir xil o'sib kelar ekanda, endi bo'ladi-yu. Past balandda, boshqada. Uni investorlar shunga ishonishga mo'jaz bo'lgan. Ya'ni ular xohlashgan shu narsaga mos bo'lishga-da bo'ladi, o'sha narsaga nima deydi, javob berishga. Mana bu ham mana Madif klientlari juda ham haligi nima deydi, aqlli, dunyoni ko'rgan, boy, badavlat odamlar, pullarini topgan, o'sha millionlarni topib o'z qo'limdan masalan shunaqa Ponzi sxemalarga, ya'ni o'sha piramidalarga pul tikib yuborishgan. Shu narsalarni endi o'ylab qarasangiz, aytolmaysizki, bir davlatda kamroq, bir davlatda. Albatta bizada aholi, yoshlar moliyaviy savodxon bo'lsa, pul bilan qanday gaplashishni bilishsa, bu mamlakat uchun yaxshi potensial. Lekin man jada yerga urmasdim. Masalan, bu ma'noda bizada man o'ylayman butun dunyo haqida endi bo'ladi-yu, aksariyat odam pul ilmini tushunmaydi. O'sha nima deydi, hozir siz aytdingiz-ku, siz o'qigan kitobingizni finansistni. O'ylayapmanki, hozir aytdingiz yoshlar o'qisa yaxshi bo'ladi deb. Nima deysiz, hozir biz aytsak, menimcha hozir podkastimizni ko'rayotgan insonlar o'zinglarni fikringlar yozib qoldirsanglar kommentariyada va aytaylik 100 mingta prosmotr bo'lsa, shunaqa kitobdan sovg'a qilsak, eng yaxshi kommentariy qoldirganlarga. Balki yana qanaqadir kitob, mani anaqa nima deydi, auditoriyamdan so'ragandim ertalab, nima savol beray deb. Esimda anaqa shu Finansist, Titan, Stoik. Mana trilogiya o'sha. Teatr darajasiga menimcha qilishsa yaxshi bolalar o'qishsa. Shu 3 ta kitobni даже 3 tadan bersak bo'ladi, o'sha har bitta anaqa nima yozgan insonga, menimcha qadrli bo'ladi. Yaxshi. O'zbek tilida tarjimasi bo'lsa kerak, a? Shuni endi tekshirishimiz kerak. Tekshiramiz. Agar mabodo bo'lmasam boshqa qanaqadir ingliz tilida beramiz. Ingliz tilida beramiz, хорошо. Yana bitta savol so'ramoqchi edim. Endi eng ko'p uchraydigan xatoni hozir iPhone haqida gapirdingiz. Yana qanaqadir xatolar bormi? Mana ko'rasiz, o'sha imенно moliyaviy savodxonlikka kelganda odamlarda uchraydigan. Yo'q, haqiqatan haligi narsaga kichkina bo'lib to'lash deganda ko'pchilik odam haqiqiy oxirgi bahosini hisoblolmaydi. Yana bir narsa aytaman, qiziq, lekin mana man endi ko'raman boshqa xodimlarimiz, boshqa foiz tushunchasi odamlarda juda ham yana anaqa, bu aytaylik umumiy matematika tushunchasida ko'pida qanaqa qiziq nima deydi, shu narsa bu albatta ta'limga menimcha bog'liq narsa. Yana bir narsani aytaman, qandaydir odamlar masalan aytaylik uzoqdagi qadrni vaqt bo'yicha yaqinga olib kelish yoki yaqindagi qadrni uzoqga olib borishda masalan shu narsalarni solishtirishi qobiliyati, bu ham hozir aytgandek kreditga mos narsadir. Keyin odamlar haqiqatan mana cash flow dedingiz, haqiqiy shaxsiy cash flow'sini hisobini olib borish maslaga. Masalan, qachon nima keladi, qachon ketadi va hokazo, qanday va qayerda majburiyatlari bor. Shularni masalan hozirdan jamlab borishi, yig'ib borishi va hokazo. Masalan, mana men juda aniq qiladigan narsam ko'p. Mana o'zim ham anaqa qilaman. Kelib, voy, bolamni to'yi bo'lib qoldi, qarz bera olaysizmi deb. Ya'ni u odamda hech qanday moliyaviy planlashtirish bo'lmagan. Qarz bersangiz, keyin to'lab beraman deyapti. Ya'ni o'sha qarzni to'lashga ortiqcha mablag'i bor. Lekin mana bugun qizimga sovchi keldi yoki bugun o'g'limga kelin topdik, bugun to'yga pulim yo'q degani, endi masalan bola birdaniga 24-25 yoshga bo'lib qolmagan u. Ya'ni u qandaydir o'sib kelgan, tug'ilib boshqa. Demak, shu odam nima deydi, qandaydir o'shani moliyaviy rejalashtira olmagan. Endi hali to'ylar dabdabasi boshqa, bu bir chetga-yu, lekin mana shunga o'xshagan narsalar. Mana bilasiz, mana Amerikada o'qigansiz, mana ko'p joyda shunaqa bo'ladi. Qiziq, ya'ni kino bor, ko'rgansiz, anaqa Family Man, Semeynincha. Shunda esingizda bo'lsa ko'rganmisiz o'sha kinoni? Nicolas Cage bilan. Eslamayman, ha.
qizig'anaqa ishqilib bir magnat birdaniga qandaydir o'sha bir sehr bilan hayotni parallel hayotiga o'tib qoladida. Bu masalan aytaylik, universitetda bitta qizni ham yaxshi ko'rgan bo'ladi, lekin ular o'sha universitetda o'zida ajrab, bu katta universitetga ketib, juda ham katta milliarder bo'lib ketgan bo'ladi. U qiz ham o'sha o'zini anaqasini ham qaysidir ham yo'l chizig'ini ham ko'rishgan bo'ladi. Keyin bir qanchadir ham yildan keyin tasodifan ular ko'rib qolishadi. Endi o'zi ancha tarixda qolib ketgan bo'ladi ular munosabati, shundan tarqashadi. Keyin o'sha kechasi bir qandaydir mo'jiza bo'ladida, u parallel hayotga tushadi. O'shanda ketmasdan o'sha qiz bilan uylanib qolib ketgan hayotiga tushadi. Unda o'sha qaysidir qishlog'ida juda oddiy hayot yashayotgan bo'ladi, lekin uni ana milliarder hayoti esida. Lekin hech kim buni tan olmaydi. Endi bo'ladi, u borib ertasiga ertalab o'sha bola chaqali uyda uyg'onib o'zi qo'rqib ketib haydab boradi va hokazo. Endi nimani aytmoqchi edim? Shu kelib anaqada bir magazinda turib, endi bo'ladi, oddiy endi o'sha shahar chekkasida balon sotadigan bir ishchi bo'lib yurib, keyin lekin esida milliarderlik, ya'ni keladi-da o'sha katta magazinda turib, anaqa Zegna anaqasini kostyumini kiyadi, $5000 o'lchayotgan bo'ladi. Xotin keladi, jinni bo'lib qoldingmi, nima qilyapsan deydi. Keyin u birdan anaqasi tutadi, endi bu o'zini endi biladi-yu, boyvachchani biladi. Men shuni olaman, shuni kiyaman desa, mayli, bo'ldi. Kichkina bolalar ularni. Значит, bolalarni kollejidan pul qolmaydi. Ya'ni qarang, o'sha oila o'sha 10-11 yashar bolalarini universitetiga pul yig'ib keladi. Tushunyapsanmi deydi. Hozir bu kostyumni kiysang, bolalarni kollejini pulidan ketadi deydi. Ya'ni mana bu kichkina moliyaviy savodxonlik darsi-da. Ya'ni u haligi to'y bo'ldi, 2 haftadan keyin to'y pulim yo'q emas. Masalan, o'shandan boshlab qandaydir jamg'arma qilinadi va u jamg'arma faqat haligi yastiqni tagiga qo'yish shart emas. Uni haqiqatdan qandaydir haligi passiv daromad keltiradigan, ya'ni o'shani butun kuchini haligi yelkaga tushirmaydigan bo'lishi kerak. Men yana bitta shunga o'xshagan misol aytaman. Biz kichkinaligimizda shunaqa bo'lardi. Bolalar sug'urtasi degan narsa bo'lardi. Ya'ni men oyimla ishlaganlarda masalan har oy biz kichkina bolalar bo'lganimizdan masalan qanchadir 1 so'm, 2 so'mmi oyliklaridan o'sha sug'urtaga, bolalar sug'urtasiga pul olinardi. Va bolalar 18 yoshga to'lganda u pul qaytarib berilardi qandaydir premiyasi bilan. Shunaqa sxema bor edi. Shunda men esimda oyimlar men oyligimdan hozir to'lab yuribman, 3 so'm, 5 so'm ish qilib, o'sha 18 ga to'lganinglarda har bir yilda 500 so'm bo'ladi derdilar. Endi 500 so'm katta pul, bir nima deydi, yaxshi xodimni 4-5 oylik puli o'sha payt. O'rta oylikda qaraganda, shunda men rosa o'sha 18 ga to'lib 500 ni olishni bir orzu qilgan paytlarim 7-8 balki 10 yasharligimda. Shu keyin qiziq yana narsa bo'ldi. Shu 18ligimda o'shani ololmadim, armiyaga ketdim. Armiyadan keldim. 89-yil o'sha hamma u defitsit pulni sal qadri o'rayotgan narsa shu 500 ni oldimda, armiyadan kelgandan keyin shuni maza qilib ishlatib yubordim. Bo'ladi, rosa o'rta olamdan, короче, anaqa endi yoshlik такой bir maza qilib ishlatdim o'sha. Bir marta yashaymiz. Bir marta yashaymiz qilib. Keyin masalan opam bilan ukam, ular ancha menga nisbatan menimcha такой aqlliroq odam edi. Вот, ular yo'q deb u pulni borib sberknижка ochib qo'yib qo'yishdi. Anaqa sberknижкasiga keyin hamma narsa qilib ko'rib yurishdi. Xullas, hamma o'sha pulni ado bo'lib ketdi. Meni maza qilganim qoldi. Chunki bo'ladi, pulni o'zgarib boshqa bo'lib, Sberknижкада yo'q bo'lib ketdi, Sberknижкада hammasi bir bo'lib ketdi. Shunda anaqa keyin o'shanda aytishadi, "San aqling bor ekan, san ishlatib olding pulingni bizada shundoq qog'ozda qolib ketdi" deb kulishadi. Bu yerda hozir qanaqa xulosa chiqarsa bo'lar ekan? Balansmikan, yaxshisi? Xulosani boshqacha bir misoldan aytsam. Bir qiziq anaqa nima deydi, masal. Bir kuni o'rmonda shu musobaqa bo'libdi. Aytishibdiki, qani kim tez yugurishga deyishibdi. Hamma o'sha turibdi. Bundoq qarasada toshbaqa ham kelibdi-da o'sha. Keyin aytishibdi, mayli, hamma kulibdi endi toshbaqa nima qilardi qatnashib deb. Lekin shunday qilib ish qilib bittasi start beribdi. Marafondagi hamma yuguribdi. Hamma yugursa, eng birinchi quyon rosa qilibdi. Changi qolib, hamma changida qolib ketibdi quyonni. Quyonni hech qaysimiz yugura olmaymiz deyishibdi-da. Ko'pchilik trassadan tushibdi o'sha. Baribir birinchi o'rin ololmaymiz, quyon ketdi deb. Faqat toshbaqa sekin ketaveryapti ekanmish. Kulishibdi, san qayerga qara, o'zi changida qolib ketdik biz bo'lsa deb. Lekin toshbaqa sekin ketaveribdi.
Quyon shu yuguribdi, qarasa orqasida o'sha hech kim yugurmayapti. Keyin bundoq qarasa kapalak uchayotgan ekan, unga qilibdi. Keyin u yoqda qarasa qandaydir anaqalar o'simliklar o'sayotgan ekan, ularni ildizni olib kemiribdi, boshqa qilibdi, qorni to'yibdi, keyin uxlabdi. Toshbaqa ketaverarmish sekin. Quyon uxlab qolib, maza qilib yotsa, birdan qarasa shovqin-suron nima desa, haligi finishniy primoyga toshbaqa kelayotganmish. Quyon hali uxlab yotibdi. Uyg'onibdi, yuguribdi, boshqa qilibdi, lekin toshbaqa undan vohlik kelyapti. Toshbaqa bilarkanki, quyon tez yugursa ham ko'p chalg'iydi. Toshbaqada iroda bor, haligi mustahkamlik bor va o'sha izchillik bor va startga birinchi kelyapti. Endi bu yerda kim yutdi desa, toshbaqa. Albatta uni irodasi boshqa birinchi o'rin olibdi. Lekin bunday olib qarasangiz, butun hayvonlardan quyon ham yomon emas. Ikkinchi o'rin olgan, lekin kapalaklar bilan o'ynagan, har xil anaqalar yegan, mevalar yegan, boshqa polizlar yegan, uxlagan. Hayotini yomon o'tkazmadi u ham. O'shaning uchun kim to'g'ri degan savolingizga men aytamanki, hammani o'zini. Hamma uchun har xil. Hamma uchun har xil. Nasibasi peshanasida. Qiziq. Hozir anaqaga qaytmoqchi edim. Boya aytdingiz-ku, foizlarni tushunchasi yo'q. Men ham shu narsani ko'raman. Menimcha bitta anaqa bor. Bizada ko'pchilik anaqa foiz desa darrov anaqa bu nojoiz deb o'ylashadi, lekin matematikadagi foiz tushunchasi bilan bu har xil foizligini har doim ham tushunishmaydi. Bu narsa bor. Foiz bu konsept. Foiz bu konsept. Masalan, mana hozir men stakanda suvimni 50% ichdim desa, masalan, bu konsept, bu nojoiz. Masalan, bor hozir siz aytayotganingiz u masalan, pulga foiz olib ribo tushunchasi, u boshqa tushuncha, lekin bu deb endi masalan foiz konseptini kiritib, masalan, mana yo'limizni 35% o'tdik desa, bunday dema, bu noto'g'ri deyolmaysiz, bu albatta. Shunaqa narsani eshitaman-da, o'shani ko'ryapman. Plus yana bitta savolim, mana matematikani mana siz ham maktabda o'rgangansiz. To'g'rimi? O'rgatishgan, hamma o'rganadi-yu. Foizni ham o'rgatishadi-yu maktabda masalan-da. Nimaga masalan o'sha narsani odamlar hammasi ham o'rganamas ekan? Odamga bog'liqmikan? Faqat foiz emas, masalan, kvadrat tenglamay yechishni ham ko'pchilik qilolmasdi. Masalan, qandaydir funksiyadan hosil olishni ham maktabda o'rgatishadi, uni hamma qilolmasdi, yoki bir qandaydir ketma-ketlikni limitini ham. To есть bunaqa konseptlar juda ko'p. Masalan, yoki aytaylik logaritmik tenglama, bunaqa narsalarni ko'pini qilsangiz, masalan, даже nima deydi? Yaxshi o'qigan boshqa odamlarga hozir ham so'rasangiz, bundan nima edi, men diskriminantmidi, u qanaqa edi deb aniq qiladi. Ya'ni bu degani o'sha payt formulani yodlab olgan bo'lsa ham, lekin hozir buni konseptual tushunchasi qolmaganda, mana mana shu narsa problema. O'sha bolalar masalan aytaylik, maktabda balki foizli masalalarni yaxshi aytishgan, lekin keyin haligi aytganimdek fikrlash yalqovligi yoki anaqa. Men o'zim ham mana ochiqini aytaman, meni hobbim matematik masalalar yechib o'tirish. Chunki kallani chaqlab turish kerak-da, xuddi bir haligi nima deydi, sportsmenlar borib mashq qiladi-yu. Kalla ham mashq qilish kerak, bo'lmasa bilasizmi, mana shu juda ham bilgan narsalaringiz ham esdan chiqaveradi-da, agar ishlatmasangiz. Bu narsa bor, men hozir o'ylayapman siz gapingizdan. Menimcha anaqa ham bor. Bizda o'sha sistemamiz, ta'lim sistemada odamlar aynan yodlab olishga anaqa qilinganda, ozgina qaratilgan, tushunishga emas, ya'ni comprehensionga emas. Balki o'sha tushuntirilganda bolalar tushunishmaganda, uni amaliyotda ishlatib ko'rishmagan. Mana siz IB sistemani juda ham yaxshi bilasiz, bilaman. Men ham bolalarim IB sistemada o'qiydi. O'sha aynan o'shaning uchun menga yoqadi, chunki international bakalavriatda o'tda bolalarga har bir narsani aynan o'sha qanaqa ishlashini tushuntirishadi va o'shani amaliyotda ishlatishni o'rgatishadi. Yana bitta savolim, hozir juda ham muhim bitta narsa, boyagi mavzuyimizni bitirib qo'yaylik. Ko'p aytdingiz, shaxsiy o'sha hisob-kitobni yozishi. O'sha narsani siz qachondan boshlagansiz? Mana bolalaringizni o'rgatganingizni aytdingiz. Chunki menimcha juda ham ko'p narsani kaliti o'shada, lekin ko'pchilik u narsaga qanaqadir o'sha aytganingizdek ahamiyat bermaydi, qilmaydi, kerak emas deb o'ylaydi. Byudjet so'zidan qo'rqadi. Yo'q. Men shu narsani endi albatta aniqlaydi. Biznes boshlaganimda men o'sha 89-yil, 90-yillari Moskvaga borib, haligi kompyuter zapchastlarini olib kelib, yig'ib, sotib, boshqa qilib yurardim. O'shaning uchun haligi foyda zararimni hisoblash uchun yoza boshlaganman shu narsani. Keyin qiziq narsalar paydo bo'lib qolgan, bilasizmi? Mana shu biznesim o'sha rivojlanayotgandacha foyda zarari juda muhim konsepsiya endi biznesda, to'g'rimi? Lekin cash flow undan ham muhim konsepsiya. Mana shu narsani men ko'p tadbirkorlarda ham ko'rmadim. Masalan, foidangiz kam bo'lib, lekin biznesingiz o'sib kelayotgan bo'lsa ham, masalan, har gal keyingi siklda nima deydi, haligi o'sishga yo'naltiradigan ozod cash flowingiz ko'payaversa, u nima deydi, foyda zarar anaqa emas, важный emas demayapman, lekin shu cash flowni o'zi
rivojlanish katta drayveri bo'la oladi. Mhm. Yoki naborot rivojlanishni hali yetganimizdek o'ldirib qo'yishi mumkin agar haqiqatdan o'sha pul oqimlarini boshqara olmasangiz. Masalan, aytaylik, kimdir ko'p foyda olaman deb, masalan, aytaylik, mana bir misol keltiraylik. Mana man aytaylik, mashina olib sotyapman. Mhm. Вот. Mana mashina oldim. Qancha turam? Ustiga narxini qo'ydimda, aytdimki, kimgadir mana 2 yildan keyin berasan pulini dedim. Kimgadir ham 3 yildan keyin berasan dedim. Bundoq qarasam, masalan, o'sha foydam bor. Ya'ni o'sha odamlar mashina qarz boshqa. Lekin o'sha payt haligidagi bolasining to'yi boshqa bo'lsa, qo'lida naqd puli yo'q. Ana keyin borib kimdandir ham qarz oladi. Olgan qarzi balki o'sha mashinalardan tushadigan puldan ham qimmat bo'ladi. Axiyri o'sha narsalarni ham yeb qo'yish mumkin-da endi. Mana shu narsa haligi demak, cash flowni planirovать qilish kerak, ya'ni rejalashtirish kerak. Shunga o'xshagan misollarni juda ko'pini ayta olaman. Qanaqa qilib, masalan, haligidek kichkina foyda bo'lsa ham, такой healthy cash flowsi bo'lsa, u anaqa bo'ladi, yoki даже katta foyda kitobda bo'lsa ham, lekin cash flowda razriv bo'lsa, o'sha paytda ancha, masalan, haligi o'sha qimmat narsasi ham o'sha mashinani egasiga boradi. Keyin qo'y, mayli, masalan, mana 10 mingga oluvdim, 15 mingga berasan degding, mana 2 yilda menga hozir bergin, mayli 11 ming bersang ham deb boradi-da endi. То есть juda ham katta qism foydasini o'sha vaqtinchalik naqdidagi razrivi olib ketib qolishi mumkin. Juda ham muhim. Bu menimcha, boya aytganimizdek, asset rich cash poor, likvidlik, bu tushunchalarni juda ham muhim anaqa tushunish va siz ham shu narsalarni biznesda o'rgandingiz, to'g'rimi? Sekin-sekin. Biznesda bir narsani muhofaza qilasiz, bir narsalarni haligidagi hayotda qimmat darslaridan olasiz. Lekin anaqa, nima deydi, tajriba shunaqa narsa, nima deydi, yaxshi dars beradi, faqat qimmat haq oladi deydi. Shunaqa. Yana bitta savol. Ko'p pul topdi, bu bo'ldi, moliyaviy savodxon deganimi? Yo'q, albatta. Pul topdim, albatta trade yutib olish mumkin. Mhm. То есть har xil anaqa. Juda ham ko'p bo'lgan shunaqa odamlar ko'p pul topadi, lekin agar savodxonligi bo'lmasa, o'shani saqlab qolmasligi ham mumkin. Masalan, haligi tog'ga ham rosa yomg'ir yog'adi-da, lekin ko'rsangiz hammasi oqib tushadi, to'g'rimi? Kimdir ham bo'ladi, ko'l bo'ladi, unga yomg'ir yog'maydi, lekin boshqa tog'larga yog'gan pul o'sha ko'lda yig'iladi. To'g'ri. Yana bitta temadan gaplashmoqchi edim. Boya ozgina aytib o'tdingiz, qarzdorlik haqida. Hozir o'sha aytdingiz-ku, bugungi kunda juda ham rivojlangan kreditlar, ko'pincha odamlar hattoki o'sha foizini sanashi ham bilmaydi. Shunchaki oladi. Shunga munosabatingiz qanaqa? Shu narsadan qanaqa qilib o'zini tiysa bo'ladi yoki kamaytirsa bo'ladi? Endi masalan, shu narsani agar odam qilib qo'ysa, men o'ylayman, xuddi anaqa o'sha tajriba eng yaxshi dars beradi. Bu narsadan o'tish ham kerak. Yana bir narsa aytaman, balki qayerdadir ham anaqa qilarman. To'g'ri-noto'g'riligi bordir bu gapimni. Nima deydi, tasdiqlab aytolmayman. Lekin qaysidir ham ma'noda shu anaqalarga davlat mas'ul emas. Mana men ko'pida ko'raman, aytaylik, kimlardir ham mana uy qurilishiga pul to'lab qo'ydim deydi, yo boshqa mashinaga pul to'lab qo'yuvdim, firibgarlar aldab ketdi deydi, yo u bo'ldi deydi, unga beruvdim, bunga beruvdim, undoq qildi deb keyin dodvoyni kelib davlat ketadi. Masalan, biza haqiqatdan mustaqilmizda, davlat masalan pulingni o'tga ber, bo'tga ber demagani endi-da. Keyin yana anaqasi, shu davlat ham shu narsaga kirishib bo'ldi, anaqa o'zidan boshqa biza shuni qandaydir hal qilamiz-da, boshqa degan o'ziga xos bo'lmagan va'dalarni ham beradi-da. Men o'ylayman, bu anaqada emas, lekin biza ya'ni balog'atga to'lganmizmi, o'z mablag'imizni o'zimiz yurg'izib olmamizmi, demak bu degani unga kimdir aybdor emas. Ya'ni o'sha firibgar bo'lsa, u jazosini ko'radi, lekin firibgarga o'zing qo'lingdan olib borib bergansan, davlatdan talab qilish to'g'ri emas, yo jamiyatdan, yo kimdandir ham. O'shanda masalan bo'lingan o'zingni shaxsiy moliyaviy qadaming uchun mas'uliyatni qabul qilish kerak. Lekin hali aytgandek, jinoyatchi, firibgarlarni jazolanishi kerak, lekin davlat kafolat berolmaydi bu uchun. O'shaning uchun hammamiz, men o'ylayman, moliyaviy savodxonlikni eng birinchi darsi bu moliyaviy ahvolingga mas'uliyat o'zingda degan dars. Moliyaviy ahvolingga mas'uliyatni unga solasan. Bu o'zing qabul qilayotgan qarorlaring uchun shu mas'uliyatni o'zing mard bo'lib erkinga olishing kerak. Bu sani qarorlaring edi, bu sani anaqang edi. Mana masalan o'sha aytaylik,
15 minglik mashinani 10 mingga beraman 1 yildan keyin desa yugurib pulini olib borib berishdan oldin qani shunaqa shunaqa pul tug'adimi, agar shunaqa tug'sa nimaga sizdan olyapti, nimaga bankdan olmaydi o'sha pulni, bankda arzonroq deydigan savollarni berish kerak. Mana haqiqatdan bo'lgan narsani aytaman. Biznesmen bizga mol yetkazib beruvchi bir aka bir kuni zvonit qilib menga Zafar iltimos seshanbagacha 5-6 ming dollar berib tur. Men aytdim da tinchlikmi endi baribir anaqa taniydigan odamiz. Xavotir olasiz, tinchlikmi, nima bo'ldi aka dedim. Yo'q yaxshiligi. Nima bo'ldi desam, yo'q mana shunaqa bitta joyga pul tikkanda 3 ming tikkandim 2 oy oldin, hozir 9 ming bo'libdi, hozir 6 ming qo'shsam deydi, 15 ming qilib seshanba kuni olarkanman. Qayerqa tikkandingiz? Man o'zi gapidan oldim, 2 oy oldin 3 ming tikkan ekan, hozir 9 ming dollar bo'libdi, lekin 9 ming bo'lgan bo'lsa overing 9 mingingizni dedim. Shunaqasam yo'q, u yerda 9 ming olib bo'lmas ekanda, yana 6 ming qo'shsam, o'zimda 1000 dollarim bor, siz 5 ming bersangiz 15 ming qilib yechib olaman deydi. Keyin qayerga unaqa pul tikkansiz? Yo'q, mana shunaqa ekan. Londonda bir birja bir balo deb ketdi. Obbo dedim. O'ziz bilasizmi kimga pul berganingizni dedim. Ha, bilaman, mana shu WhatsAppda gaplashyapmiz u bilan. Boshqa o'zi londonlik katta anaqa ekan, tadbirkor ekan, boshqa ekan, palonchini pullari ekan, pistonchini deb haligi olib ketgan butun reklamani aytdim. Aka dedim, bo'ldi. Telefoningizdan WhatsApp qiling, uni bloklang, o'sha yebsiz, o'sha tushibsiz. Shu 3 ming bergan bo'lsangiz 2 oy oldin, kelsin-da anaqa. Keyin birdan o'ylab ta'sir qildi. Aka dedim, axir tadbirkorsiz-ku. Siz masalan mana o'sha mahsulotingizni qilib bir so'mga olib, masalan qanaqa 1 dollarni qaysi teri bilan, peshona teri bilan topishni bilasiz-ku. Qanaqa qilib bunaqa narsalarga uchasiz deyman-da, bo'ladi-yu. Hech meni anaqa qilmabdi-da. Qanaqa qilib mana o'zingiz pul topgan odamsiz, pul topmagan bo'lsa ham man ekan. Masalan, aytaylik pul topmay, masalan o'sha byudjetdan ishlagan yo boshqa o'qituvchi anaqa bo'ladi endi pul ilmini bilmagan odam. Siz ishlab mana mahsulot chiqarasiz, bizga topshirasiz, biz mahsulot qanaqa qilib shunaqa tushunchalarga ishonasiz? Qanaqa qilib mana o'zingiz peshona teri bilan topgan odam qanaqa qilib 3 oyda 2 oyda 3 ming dollar 9 ming dollar bo'lib qoladi deyapman-da endi bo'ladi-yu. Hech aql. Sizda o'sha 3 ming dollaringizni 2 oyda 9 ming dollar qilib yuradigan odam Londonda yuribdimi shu? Qachon palonchi aka Toshkentdan kelib 3 ming berar ekan, uni pulini 9 ming qilib beraman 2 oyda debdi. Buni sal bo'lsa ham mulohaza qiling. Ya, tushunmadingiz meni Zafar. Ishonmayapsiz-ku, lekin bekor ishonmayapsiz. Boshqani aytdim, aka mayli o'zingiz bilasiz dedim. Qarz olib qilasizmi, boshqa qilasizmi dedim. Eng arzoni sizga bugungi kunda shu narsani kechib aloqani uzish. O'sha ular gipnoz qilib qo'yibdi, bu yog'iga faqat darsga tushaverasiz. 5 yuborganingizdan keyin 10 bo'lsa 50 qilib beramiz deydi. Siz jo'nataverasiz. O'sha 3 mingdan uzolmaganingiz o'zingiz bu yog'iga hozir mana ertaga 6 mingga tushiradi, endinga 20 mingga tushiradi desam, tushuntira olmadim sizga deb qo'yaman. Aytdim, mayli aka, xo'p anaqa bitta maslahatim oling dedim. Bo'ldi. Boshqa u odamlar bilan gaplashmang dedim. 3 ming mayli endi ko'rmagan odamlarsiz, ketsa ketibdi dedim. Endi keyin nima bo'lganini bilmadim. 1-2 ko'rdim u odamni. So'rashga uyaldim. Nima qildingiz deyishga. Ular ham aytmadilar. Man bilaman nima bo'lganini. Nimaga shu moliyaviy firibgarlik nimaga shunaqa tarqalgan O'zbekistonda? Men o'ylayman shu ko'p masalalarda tajribamiz yo'q. Ko'p masalalarda odamlar o'sha bu faqat O'zbekistonda emas. Endi olib qarsangiz mana Ponzi sxemlar hamma yoqda bo'lgan narsa. Mana qanchani esingizdami 90-yillarda MMM odam esimda emas даже qanaqa kompaniyalar bo'lardi. Investitsion hammasi bu o'tgan. Anaqa men o'ylaymanki, bu ham bir mana hozir endi mana qarang-da, birinchi marta biza shunday bir moliyaviy erkinlikka ega bo'lyapmiz. Mana hozir kartochkada pulingizni любой valyutaga aylantirib, dunyoni любой chekkasiga jo'nata olasiz. Qachon O'zbekistonda bunchalik erkinlik bo'lgan? Lekin tajriba ham bo'lish kerak buning uchun. Men o'ylayman bu bir bolalik kasallik-a. Mana hamma tushib chiqadi. Mana men aytaman, kuni kecha kimdir zvonit qilib, mana men hali sizni o'sha aloqa kompaniyangizdanman, kontraktingiz oxiriga yetayotgan ekan, yengillikni boshqa planga o'tkazasizmi? Men bilaman, meniki korxonaniki, kimga zvonit qilyapsiz o'zi bo'ladi-yu anaqa. Mana shunaqa hozir agar yangilamoqchi bo'lsangiz, qiziqdim nima derkan. Yangilamoqchi bo'lsangiz, hozir biz kod yuboramizda. O'sha kodni anaqa qilsangiz, mana jo'natsangiz, biz kontraktingizni yangilaymiz. Demak, qanday dannilarim bo'lgan, qanday anaqa. Men aytdim, mayli, anaqa menga telefon qilmang dedim. Men Go'dagi kiberbezopasnost bilaman, o'sha yoqqa zvonit qiling dedim. Ular yengilab berishadi kodingizni dedim-da. Anaqa ruschada gaplashyapti. Tak deyapti. Tak dedim. Ну ладно deyapti. U ham yumor bor. Men ham ну ладно dedim, qo'ydim. Lekin qancha odam balki o'shani to'g'ri deb tushunib yuboradi. Masalan-da, bir marta o'sha qiziq narsa bo'ldi. Bir zvonit qilib, masalan, Abdullayev Nazirjon meni ismim. Rus tilida gapiryapti. Меня зовут. Я лейтенант ГУВД, следователь по особым
Вот, вы со своего счета давали доверенность такому-то, такому-то, вот мы сейчас его задержали, он в банке хотел с вашего счета по доверенности снять деньги deb gapiryapti. Man qarasam o'zbek otini aytdilar, ruscha gapiryapti. Dan qiziq do'shidamchi, вот он говорит, dotdi-da, anaqasi g'alib bo'ladi, o'zbeklarga qaraydi. Keyin kuldim-da, man aytdim, o'zbekcha gapiryapman deyapman-da, bo'ladi, tushunib kulyapman. Да, говорю так, так что будем это? Мы там, это мой брат, dedim. Пусть он все деньги мои берет, забирает, dedim, вы его отпустите, dedim. Вы уверены? Да. То есть mana ilojat, mana shunaqa leytenantman deydi, boshqa davlat idorasi yoki birorta anaqa bo'lsa, bilinglar, telefonda siz bilan gaplashmaydi, telefoningizni topib звонить qilmaydi. Ja bo'lsa telefon qilsa ham, nima gap bo'lganini bilmay, doim aytadi, "Falon joyga keling." Unda даже bo'ladi haqiqatdan anaqa o'sha huquq tartibot boshqatsa, "Falon keling." Nima gap o'zi desangiz, "Keling, shu yerda bilasiz" deydi. Masalan, shu narsani bilinglar, telefonda militsionerman desa hamma narsani adreslaringizgacha aytib berish shart emas. Am, hozir mana MMM haqida gapirdingiz. MMM haliyam aktiv. Rivojlangan davlatlarda, Latinskiy Amerikada, keyin ba'zi bir anaqa Osiyo davlatlarida haliyam aktiv. Tasavvur qiling. Bu hali ham aktiv emas. Bu rivojlangan mamlakat yo Rivojlanayotgan sekin hali buni eshitmagan joylarni pulini sidirib chiqyapti-da endi shunaqa. Masalan, bizadek bo'layotgan hozir firibgarliklar ham 20-30 yil oldin qayerdadir ham bo'lgan. Ya'ni bu yangilik yo'q bu yerda, eski. bosqich har bir davlat shu bosqichdan o'tsa kerak. Shunga faqat bilim kerak bo'lsa kerak. Bilim va tajriba. Lekin man endi anaqa balki g'alati aniq qilarman. O'zi boshidan o'tkazmaguncha ko'p odam tushunmaydi-da. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Haqiqatdan mo'jizalarga ishonish kerak emas. Tez boyib ketasan desa, mana hamma ter to'kib pul topamiz, ammo bilishimiz kerak, har bir tiyin orqasida ter to'kish boshqa bor. Osmondan tushmaydi. Shu narsaga osmondan tushadi deb sizlarni ishontirayotgan bo'lsa, endi juda ham katta ehtimol bilan bu anaqa esingizdan oldin email kelardi. Afrikada palonchi o'lib qolibdi, bu-da. Sizga $100 million qoldiribdi va hokazo. Faqat shuncha pul anaqa $1000, $2000 yuboring, uni yechib olish uchun shunaqa. Yana bitta savol. Hozir masalan xohlasangiz, borib korzinkadan $1 million yechib ola olasizmi? Masalan, yangi uy olaman desangiz yoki boshqa narsa desangiz. Nimaga? Korzinkada aytaylik, to'g'ri korporativ boshqaruv yo'lga qo'yilgan. Masalan, men pulni korzinkadan qanaqa yecha olaman? Masalan, dividend qilib yecha olaman. U dividend qilish uchun mana haligi kuzatuv kengash va aksionerlar bu narsaga qilish kerak va hamma o'sha o'zini, men bilasiz, hozir aksionerlarim bor. Garchi masalan hozir aytaylik, aksiyalarni ko'p qismi menda bo'lsa-da, lekin hali minoritarniy aksionerlarim bor. Ularni ruxsatisiz ham ololmayman. Ya'ni agar pul olaman desam, demak o'sha anaqa orqali, dividend orqali olishim kerak. Buni protsedurasi bor. Borib shunda olib shu yerdan pullarni qilaman. Hech kim menga bermaydi ham. Demak, rejalashtirish kerak. Agar menga pul kerak bo'ladigan bo'lsa, uni rejalashtirib kelishim kerak. O'sha qandaydir anaqa o'sha kelishim kerak yo boshqa qilishim kerak. Bu shunaqa protsedura. Men bitta narsa aytaman, hatto o'zi mana elektromobilim bor va masalan Shanbodi, tog'ga boshqa chiqsam, anaqa bor, aytaylik, Lexus mashinam bor. O'shanda chiqsam, masalan tog'larga boshqa qilsam, u ya'ni benzinga pul to'layman. Elektromobilni endi uyimda anaqa qilaman. Endi korxonam ham biladi. Bir kuni o'sha yerga ketayotganimda shunaqa bo'lib qoldi. Faqat cho'ntagimda korporativ kartochka bor. Lexus'imga korporativniy kartochkadan benzin quyib yuboribman. Вот, keyin o'shani o'sha keyingi haftasida borib anaqa qilib, deklaratsiya qilib, u pulni kvitansiya qilib возместить qildim. Ya'ni o'sha korxonani pulidan o'zimni dachamga chiqayotgan benzinni to'laganimni korxonaga qaytib to'ladim. Mana shunaqa qilmasangiz, masalan shunaqa intizom bo'lmasa, u nima deydi, eplash qiyin biznesda. Ayniqsa bunday katta biznes. Chunki nimaga? Hamma xodimlarim ko'radi bu narsani qilayotganimni. Demak, ularda masalan unga o'xshagan aytaylik, shunaqa xatti-harakatga yo'l qo'yish oldidagi aytaylik, qandaydir moral to'siqlarni men o'zim olib tashlagan bo'laman. Agar shu narsada namuna ko'rsatmasak, ya'ni korxona, uni cho'ntagi, siz va sizni cho'ntagingiz doim har xil. Mana men aytaman, o'sha kuzatuv kengashi raisi sifatida men oylik olaman. Anaqa kerak bo'lsa dividend olaman. Boshqa yo'l bilan korxona ishlamayman. Bir qiziq bo'lgan shunaqa, bir o'rtog'im bilan kirib savdo qildik. Magazinda oldim, boshqa qildim, kelib chiqib to'lab
chiqib ketolmay u kulyapti-da. Nima desa, manga anaqa nima deydi, teatr qilyapsanmi, ne pul to'lading deyapti-da. Man qanaqa teatr qilyapman desa, yo'q mana qanaqa o'zing magazindan narsa olib o'zing pul to'laysanmi deyapti. Man aytdim, voy man to'lamasam kim to'laydi deyapman. Agar man to'lamay olib chiqib ketsam, ertaga shuncha xodim bor, hammasi to'lamay olib chiqib ketsa, qaysi birini man olganman, qaysi birini ular olgan, qayerdan bilaman deyapman-da. O'shaning uchun albatta nima deydi, bitta go'rcho'p olsam ham to'lab ketaman desam, hayron bo'lganman shu narsaga. Man shu narsani ko'p eshitaman. Tadbirkorlarda o'sha biznes bilan o'zini pulini ajratish yo'q. Judayam nima deydi, shuni nimaga mana siz ajratasiz? Nimaga shu narsani qilasiz? Qarang, mana bitta narsa, korxonamizni mana biz yuridik shaxs deymiz, masalan aytaylik, korxonamiz, biznesimiz bu bir bolamizdek narsa. Ya'ni bu alohida shaxs. Biz alohida shaxsmiz. Mana farzandni ko'ramiz, to'g'rimi? Bizani bola. Lekin uni manfaatlari, uni qandaydir qiziqishlari va uni kelajagi bor. Uni kelajagidan biz olib anaqangiz, mana bola ko'rdingiz, masalan, voy qo'lim og'rib qoldi deb bolangizni qo'lini sindirib o'zingizga yopishtirib olmaysiz-ku. Endi to'g'risida korxonaga shunaqa yo'l tutamizda endi bu noto'g'ri. Keyin nima bo'ladi? Korxona mayib bo'ladi. Ya'ni bitta narsani tushunish kerak, u alohida shaxs bo'lgandan keyin korxonangizni manfaatlari bilan sizni manfaatlaringiz har doim ham ustma-ust tushmaydi. Mana aytaylik, bir tadbirkor, masalan, hozir korxonasini eng o'sadigan payti, ya'ni shunday bir bozor sharoitlari, imkoniyatlar, ya'ni raqobat shunaqa kelyaptiki, korxonasi o'sishi kerak va korxonasi o'sishiga pul qo'yish kerak. Shu payt yana aytaylik, haligi misoldan qizini to'y bo'lib qoldi. Mana endi u uchun savol. Mana konflikt, to'g'rimi? Korxona masalan, haligi yuridik shaxs uni manfaatlaridan kelib pul berolmaydi unga. Lekin u xo'jayin nima qiladi? Xuddi o'sha bolasini qo'lini qayirib olgandek, korxonadan pulini olib chiqib ketadi. Korxona o'sha yerda nimadan? Imkoniyatdan xoli qoladi. Qaysidir bir paytdan keyin bunaqa narsalar qaytarilaversa, korxona majruh bo'ladi va bankrot bo'ladi. Keyin u o'tiradi, qayerda xato qildim deb. Xato shundaki, korxona shaxs sifatida yuridik bo'lsa ham, aytaylik, joni bo'lmasa ham, uni manfaatlari, uni kelajagi sizni manfaat kelajaginglarni ustma tushmasligi mumkin. Mana korxonalar bor, 300 yil, 500 yil yashab turgan korxonalar bor, masalan, dunyoda. Yuzlab yil. Ya'ni ularni barpo qilgan odamlar, ularni bolalari ham hammasi o'tib ketdi. Lekin korxona yashayapti. Bu degani, man bu korxonam bundan degani emas. Bular hammasida o'zining taqdir, nasibasi va manfaatlari bor. Endi agar yo'q, mayli meniki nima deydi, muhimroq, korxona nima qilsa qiladi desa, unda korxonani majruh qilib, o'shani qilib o'ldirganingdan keyin nimaga bunaqa bo'ldi deb o'tirmagan. Hozir anaqani o'ylayapman, siz o'sha nafaqatgina odatda korxonalar pul jalb qilishga harakat qilishadi, o'sish uchun, a bu yerda o'sha siz aytayotgan narsangiz bu уже bor pulni olib tashlab, o'zini anaqalariga ishlatadi. Pul jalb qilish haqida gapirarkanmiz, sizni tabriklamoqchiman. Chunki mana yaqinda Toshkent xalqaro investment forumida сделка yopildi. Oxirgi $110 million jalb qilganinglar judayam zo'r, chunki esimda 5 yil oldin EBRRdan 40 million jalb qilgansiz va bu O'zbekistonga o'sha paytda birinchi equity anaqa edi, ya'ni qanaqa qilib Sarmoya. sarmoya, birinchi, ya'ni kredit emas, balki haqiqiy sarmoya va shu narsani qilib kelganingiz judayam zo'r. Sarmoya haqida gapirar ekanmiz. Siz o'zingiz mana biznesingiz endi sizni eng katta sarmoyangiz. Bundan tashqari boshqa sarmoya qilasizmi? Nimalarga sarmoya kiritasiz? Man o'zi ochig'i qiziq anaqa zamonlar endi har xilda. Bilasizmi, shu supermarketlar haqiqatdan shunchagina savdo. Man o'zim bir qandaydir mehrim bor, muhabbatim bor narsa matematik sifatida juda ham katta nima deydi, fikrlash boshqalarga olib keladi va qiziqarli, xuddi bir anaqa. Bilasizmi, ana o'sha ikki xil mahsulot polkadagi o'rnini o'zgartirsangiz, ikkalovini ham savdosi o'zgaradi-da. Endi masalan, o'sha оборот oshiraman desangiz, shunaqa kombinatsiyada qo'yishingiz kerakki, o'shalar hammasi o'zini optimal savdosiga chiqishi kerak. Bu juda ham katta darajadagi, masalan, bir differensial tenglamada o'zi olib qarasangiz. Mana shunga o'xshagan narsalar meni juda qiziqtirib anaqa qilardi. Lekin mana hammamizga ma'lum, o'sha aytaylik, mana hozirgi progressiv islohotlar boshlanishidan oldin o'sha 20-25 yil qandaydir tadbirkorlik va shunaqa rivojlanish bosim ostida kelgan. Ya'ni o'sha shunda ishonasizmi, tez o'sishga qo'rqardik. Magazinlarimiz o'sha 10-15 bo'lsa, voy ko'zga ko'rinib qolmayapmiz ham, boshqa derdik. Shundan keyin boshlanadi o'sha pul topasiz, lekin o'sha o'zingiz xohlagan sohangizga emas, har xil boshqa sohalarga diversifikatsiya qilasiz. Mana taksi kompaniyalar ham ochdik, kafelar ham ochdik. Ishqilib nima, mana King kecha deysizmi, boshqa bir nechta
IT proyektlarga venture investitsiya qildik boshqa. Lekin men o'ylayman mana shu moliyaviy qaysi turlari juda muvaffaqiyatli bo'ldi, qaysi turlari uncha muvaffaqiyatli bo'lmadi. Bu hammasi aniq. Lekin bitta narsani o'ylaymanki, o'sha yillar baribir afsus, o'zim mehrim bor, shu narsaga rivojlantirmay, haligi ko'payib ketmasin, magazinlar ko'payib ko'zga tushib qolmaydi deb haligi har xil boshqa narsalarga pul chalg'itasiz. Garchi ko'pi muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lsa ham, ba'zilari mutlaqo muvaffaqiyatsiz bo'lgan bo'lsa ham, vaqtingizga shu narsani bitta nuqtaga qo'yib, o'sha narsaga davom etishga yetmasdi. Mana Xudoga shukur, mana o'zgarishlar bo'lyapti. Mana haligi aytaylik, hozir oldin aytganim, mana moliyaviy, iqtisodiy, tadbirkorlik erkinliklari ro'yobga kelgandan keyin haqiqatan faqat mehr bergan ishim bilan shug'ullanyapman va shu yerda ko'ryapsiz qanchalik katta progress bo'lyapti. Men o'ylayman, shu tadbirkorlar ham o'zini eng asosiy o'sha core competency, ya'ni eng chuqur ildiz tajribasi, ilmi bor joyda, mehri bor joyda o'sha biznesga qilsa, balki mana hozir aytishingiz mumkin, o'sha payt o'sha pulingizga bitcoin olib qo'yganingizda milliarder bo'lardingiz deyishingiz mumkin. Endi u narsani oldindan aytaman, haligi retrospektivni hamma Oson. aqlli bo'la oladi. Lekin mana men o'ylayman, shu narsani agar qilganimizda, balki hozir o'tgan yili men qaradim statistika, оборотimiz bo'yicha 24-yil O'rta Osiyoda eng katta chakana savdo bo'lmasa-da, endi masalan hozir Qozog'iston deyiladigan ham o'rtamizda. Endi men o'ylayman, o'sha payt men aytaylik, mana korzinka birinchisini ochganimda 97-yilda, 28 yil. Mana oxirgi 8 yildagi 28 yil shunaqa rivojlanib kelganimizda, men o'ylayman, balki endi hammasiga Xudo poshsho, nima deydi, сослагательное наклонение deydi, anaqa o'ylash anaqa. Lekin qanaqadir ham achinaman. Boshqa yoqda qilgan bo'lsam ham o'ylaymanki, o'sha hamma sarmoyani olib kelib, qaytib o'sha endi o'zim sevgan sohaga tikkan bo'lardim. Mana bugungi kunda xuddi shunday qilyapman. Chunki 19-yilda esimda o'sha YBR сделкаdan oldin 47 ta supermarketida 150 ga chiqish kerak edi. Hozir уже 1000 ta anaqa Yangi marrada. maqsad, xudo xolasa. Demak, hozir bu gapingizdan ikkita uchta savolim bor. Hammaga aynan o'ziga qiziq, o'zi yaxshi biladigan narsaga investitsiya qilishni tavsiya qilasiz. Fokus Yo'q, men berish kerak. qarang, sal boshqacharoq gaplashaylik. Ya'ni tadbirkor bo'lsangiz. Tadbirkor bo'lsangiz, o'zingizni o'sha biznesingizni o'zingizni bolangizni rivojlantirishga qilishingiz kerak. Chunki bu narsa ham qandaydir nima deydi, такой impactful, qoniqish beradi. Chunki bir sohani o'zgartira olasiz shunaqa qilib, hamma yoqda ozgina bo'lgandan ko'ra. Lekin albatta men masalan judayam anaqa qadrlayman passiv daromadni. Bu albatta zo'r narsa. Lekin men endi haligi tadbirkor bo'lib o'sayotgan, iqtisodiyotni o'sayotgan sohasida bo'lganimda, mana pulimni nima qizg'anib shu sohamga tikaman deyapman. Lekin har doim bunaqa emas. Balki o'sha payt uchun, o'sha paytda qilgan harakatlarim ratsional bo'lgandir. Chunki o'sha payt agar aytaylik, xuddi shunaqa qiladigan bo'lsam, juda ko'p katta bo'lib ketib, balki hali aytgandek yomon ko'zlarga tushib, Xudo bilan nima Xudo bo'lishi bilan nima mumkin. bo'lishini. Shuning uchun masalan o'sha payt noto'g'ri qilgan ekanman deb deyotgan gapim emas, majbur bo'lganman. Lekin hozir ko'ryapmanki, o'sha bitta sohani aytaylik, o'sha ustasi, bitta ilmni anaqasini tutib, o'sha aytaylik arqonimdan o'sha oxirigacha yetish judayam bu ham bir nima deydi, yaxshi narsa ekan tadbirkor sifatida. Shu sohasini chuqurroq butun raqobatchilaridan, boshqa odamlardan chuqurroq bilsa, albatta bu narsa o'sha odamni ro'yobga chiqaradi degan ishonchim bor tadbirkor sifatida. Lekin masalan qandaydir ortiqcha mablag' yoki xonadonda, hali aytdik-ku, biznesni ham shaxsiy hayot bu boshqa. Aytaylik, qandaydir shaxsiy pullaringiz bo'lsa, siz mana nima bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, u shaxsiy pullar yanada sizdan mustaqil, chiroyli bir hayot qurishi mumkin o'zigada. Endi ya'ni yaxshi daromad keltiradigan, mana siz yaxshi ko'radigan masalan qandaydir aksiyalarga yoki bondlarga yoki ularni qandaydir chiroyli kokteyliga Diversifikatsiyalangan portfel. diversifikatsiya portfelli qilib boshqa qilib, masalan, unda mana o'shanda masalan bolalarni ta'limi yoki aytaylik o'sha qandaydir to'y hashami, kelajagi uchun, masalan o'sha aytaylik bolangiz oilaviy bo'lganda masalan uy olib berish uchun, boshqa bu alohida moliyaviy reja. Tadbirkor sifatida bitta joydan qilganingiz yaxshiroq ekan, fokus kerak. Passiv daromadga diversifikatsiya kerak va compound effect. Compound effect. Effekt bilan endi vaqt bilan ancha katta natijaga erishsa bo'ladi. Ko'p savollar menga podpishkalarim yozdi. Aynan endi ko'pchilikda boshida kapital yo'q. Nimaga men aksiyalarni masalan odamlarga targ'ib qilaman? Chunki aksiya bilan investitsiya qilishga sizga katta pul shart emas. Ya'ni 5, 10, 50 dollar bilan ham boshlasa bo'ladi. Sekin-sekin. Lekin masalan biznes ochishga baribir qanaqadir mablag' kerak. Savollar tushgan auditoriyamdan, siz o'sha birinchi mablag'ingizni qayerdan olgansiz? Birinchi kapitalni aynan korzinkani ochishga. Men uni aytganman. O'sha payt bir yaxshi tadbirkor, Londonda o'zim praktika o'tgan kompaniyani xo'jayini, endi qisqa aytsam, o'sha yerda
O'zbekiston haqida juda yaxshi fikrlarda bo'lgan ekan. Uni o'rtog'i bu yoqda londonlik bir tadbirkor bu yoqda o'sha payt qandaydir qurilish, boshqa proyektlar bu 94-yilda. Вот, o'sha yoqda shug'ullangan. U kompaniya bilasiz, Calo Holdings Corporation. Shu Caloni o'rtog'ida man praktika o'tganman Londondada. Keyin u eshitgan ekan, keyin menga aytdiki, O'zbekiston haqida aytib berdida, o'sha Londonda o'qiyotgan paytim. Keyin man shunaqa deb gapirsam, ishga qolasanmi bu yoqda ish bersam dedi. Yo'q, man dedim, u yerda manimcha imkoniyatlarim ko'proq dedim. Shundan so'ng mayli, borib ko'r, agar bir qandaydir birga ishlay olsak aytasan dedi. Keldim, qarasam, haqiqatdan hali iste'mol bozorlarida taqchilligi bor, talab katta. Shundan keyin unga mana unaqa yuborsam, ishonib yubora boshladi. Keyin 94-yil oxirlarida birga qo'shma korxona ochdik va shu narsa konvertatsiya yopilib anaqa 97-yilgacha davom etdi. Shunda menda bir dastlabki sarmoyamni ishlab qolishga muvaffaq bo'ldim. Вот, shu. Zo'r. Masalan, endi shunaqa nima deydi, partnyor bo'lmagan insonlarga yoki yoshlarga nima tavsiya qilardingiz? Imkoniyat qidirish kerak. Man bitta gap aytaymi? Qiziq anaqa qandaydir birdan fikr bo'ldi. Surumda biz sklad quryapmiz. Shu surumdagi skladga mashina ketolmas. Sergelidagi hozir texnopark bor. Indeks manimcha degani o'sha Indeks texnoparkini oldidan o'tsam, shunaqa endi ishlab chiqarishlar, boshqalar savdo rosa aniq qilyapti. Shuni oldidan o'tib ketsam, kichkina burchakda uycha, eski uy, o'sha Sergelida bir burchakda endi anaqa sotiladi deb yozildi. Keyin men o'yladimki, men просто bari aniq qilaman. O'yladimki, mana shu qiziq narsa kimdir qayerdadir sentrda, boshqada qarz qavoq qilib uy qidirayotgan bo'lishi mumkin-da, qimmatroq boshqa. Men o'yladim, masalan, agar noldan boshlayotgan odam uchun o'sha uy olsa, shunda indeksi yo'lni bu yog'ida sotilyapti, kichkina eski uy. Lekin yaxshi, nima deydim, mustahkamgina ko'rindi menga. Mana yosh mutaxassis bo'lsa, boshqa qilsa, o'sha yerda masalan hozir pul tikib, topib, bilmagan ishiga tiqib, yo'qotib, hamma yoqqa qarzga botib emas. O'sha yerda kichkina narsa boshlash mumkin. Ya'ni oldingda shunday katta, aytaylik, ishlab chiqarish va savdo potensiali bor. Sen o'sha yerda turibsan. Ya'ni boshqalar aytaylik 8 soat ishlay olsa, sen uying yaqin bo'lgani hisobiga masalan 12 soat ishlay olasan. Endi yosh yigitsan boshqa. Mutaxassisliging ham boshqa emas. Kelib o'sha yerda qaysidir ham aytaylik ishlab chiqarishda astoydil ishlasa, borib yaxshi ishlaydigan odamlar ko'p emas. Srazu ko'zga ko'rinadi. Bilasizmi, o'sha yerda turib boshqarib 4-5 yilda masalan o'sha bir qaysidir ham anaqani sexi boshlig'i yoki anaqa qilib, lekin eng asosan ishi, biznesi, ishlab chiqarishi, mehnati, sotishi, boshqa narsa endi o'zi nima deydi, любопытный bo'lsa, tez o'rganib olishi mumkin. Keyin o'yladimki, mana любойman noldan boshlayotgan odam shunaqa bir ish joyi, qulay joy topib, o'sha yerda borib, xarajati ham kam, uyga kirib abid qilib ketishi mumkin. Bor, uy yo'lni nari betida. Lekin ko'p soat masalan bir narsa bo'lsa, bo'ldi xo'jayin, qolaymi, men mana buni qilib qo'yaman deb bo'ladi. Odam o'ziga aniq qilsa, baribir o'shaqa odamlar ko'zga ko'rinadi, boshqa qiladi. Bir pog'ona bu hozir masalan bunaqa o'sish bo'layotganini qarang. 3 yil oldin u yerda indeks parki yo'q edi. Hozir shunday gurkirab ishlayotgan joy. Mana yaratgan odamlarga rahmat. Menimcha Jahongir yaxshi anaqada proyekt ichlarida bundoq yurdim. Nima deydi, bir jo'shib ishlayotgan joy. Mana o'sha bir yosh spetsialist bo'lsam, o'sha uyni ko'rdim, boshqa qildim. Mana shunaqa noldan boshlardim. Voy, kimdan pul topib, palon milliardga sex qurib, boshqa bilmaysan, na tajriba, na biznes, na anaqa. Zachем? O'rgan. Ana o'shanda mana aytaylik 20 yasharli yigit bo'lsin, 22 yasharli, 30 yosh, 35 yosh bo'lganda shunaqa yaxshi bo'ladi. O'sha pulni ham qayerdan topishni biladi. Nima ish qilishni ham biladi. Ishlagan joyidagi kamchiliklarni ham biladi. Qanday ularni to'g'rilab hal qilishni ham biladi. Ana o'shanda tadbirkorlikka kirsa yetuk bo'ladi. Va ungacha aytaylik uy, o'z ahvoli, oilasi hammasi butlab olinadi. Bu yoqda tadbirkorlik, bu yoqda bola chaqasi ro'zg'ori, shu narsa sarson qilib ko'pchilik tadbirkor haligi kerak emas paytda korxonasidan olib uyga yediradi, kerak emas paytda uydagilarini nima deydi, jabrga solib korxonasiga tikadi. Mana shu narsadan ko'ra mutaxassis bo'lib yetkazishish menimcha tadbirkorlikning eng asosi. Ham manimcha bu ham anaqa bepul tajriba, bepul nima deydi, judayam sizga to'laydi, sizga to'lashadi. Ko'pincha o'sha tadbirkor, endi bilasiz o'zingiz yaxshi, birinchi 2 yilda manimcha 80% yangi ochilgan bizneslar hammasi quliydi. O'shanga pul, kapital, hamma narsani yo'qotgandan ko'ra, vaqt yo'qotgandan ko'ra o'sha tajriba olib keyin qilsa ancha yaxshiroq bo'ladi. Yana bitta savolim bor edi. Hozir mana aynan
nima deydi, siz уже moliyaviy mustaqillikka erishdingiz, erkinlikka erishdingiz, baribir ishlayapsiz. Manimcha, bu savolga javob уже ozgina oldim. Nimaga haliyam harakat qilasiz? Nima deydi, astoydil bo'lmasam hech narsa qilmasangiz bo'ladi-yu. Уже shunaqa katta narsalarga erishgansiz. Endi agar pul uchun qilayotgan bo'lsangiz, hech nima qilsangiz bo'lmaydi. Lekin man bitta narsa aytaman endi, bu balandparvoz ko'rinmasin sizga. Xaridorlarimiz, bizani mol yetkazib beruvchilarimiz va xodimlarimiz. Mana aytaylik, mana 3 ta asosiy stakeholderlar. Bilasizmi, korzinka hammasini hayotini yaxshilikka o'zgartiryapti. Bizni rivojlanishimizda bizani mol yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar rivojlanyapti bizdan bilan. Bu o'zgarishi, masalan, nafaqat masalan ko'proq mahsulot chiqarish. Mana biz qandaydir yangi dogovor, yangi standartlar qilamiz. Ularni masalan olib qarasangiz, nafaqat ishlab chiqarish quvvatini, balki saviyasini, aytaylik, darajasini, sifatini ta'sir ko'rsatamiz-da. Xaridorlar masalan yaratilayotgan qulaylik, masalan aytaylik, o'sha mana biz sekundomerni hisoblaganmiz. Xuddi bir xil bozorni bizdan qilish nafaqat pulda qimmatroq bo'lgani, ya'ni 43 minut o'rtacha bozor uchun bozorda ko'proq vaqt ketkazasiz korzinkadan. Chunki korzinka ham yaqin, lekin masofasini qilmasa ham, o'sha man sizga bir o'sha payt shunaqa qilganmiz, 18 ta mahsulot yozganmiz. Shundoq borib magazindan shat polkadan olib shundoq kassadan chiqib ketsangiz, bozorda har birini savdolash, har biriga pul to'lab, karton olmaysanmi, naqding bormi, bankomat mashaq qilganingizdan ko'ra 43 minut vaqt qilar ekanmiz. Endi bir kunda 300 mingta odam bizada savdo qiladi. O'rtacha 43 minutdan ekonom qilsa, mana sanab oling-da, demak 200 ming soatdan ko'p soat biza jamiyatga har kuni hadya qilyapmiz ishimizdan. Bu ishimizda boshqadan tashqari o'sha ona bolasini ham o'sha 43 minutda o'tkazishi mumkin suhbat qilib. Yo o'sha ota masalan sal ko'proq ishlab, uyiga sal ko'proq daromad olib kelishi mumkin. Yoki borib mana aytaylik, o'sha dam olsa ham, hordiq chiqarsa ham, bu ertagi kundagi unumdorligini qiladi. Ya'ni mana 200 ming soat har kun jamiyat bizdan yoniga qo'yapti. Bu umuman xalqimizdan unumdorligini oshyapti. Ana endi xaridorlarni gaplashdik, endi xodimlarimiz bilan gaplashdik. Men bilaman, mana juda ko'p xodimlarimiz kelib kasb o'rganyapti, oylik qilyapti, oila quryapti, bolalarini katta qilyapti, katta qilgan bolalarini o'qityapti. Bilasizmi, o'zligisi mana bizda 1 yildan ko'p ishlagan xodimlarga kontraktdan kirsa, kontraktini to'lab beramiz. Ular qancha mana bugungi kunda hozir 2000 ta kontrakt to'layotgan ekanmiz-da, bo'ladi. Andimanga summasini olib kelishdi, mana shuncha bo'lsa to'la. Ya'ni nima qilamiz? Masalan, eri ishlayotgan bo'lsa, xotiniga to'la oladi. Ota-ona ishlayotgan bo'lsa, bolasiga to'la oladi yoki o'zi o'qisa to'la oladi. Mana shuncha odamni hayotida ijobiy o'zgarishlar bo'lyapti. Xoh mana yetkazib berish, xoh boshqa. Qanchadan qancha masalan biz eng katta soliq to'lovchimiz-da. Masalan, vataningizni haqiqiy sevib, balandparvoz gap emas, qiladigan bo'lsangiz, shunday xizmat qilib turibsiz, nima deydi, bu puldan kattaroq narsa. Pul muhim emas deydiganlarga umuman man shu payt nima deydi, ensam qotadi. Muhim. Bu narsa nima deydi, bir tarkib dunyochilik qilib gapirayotganim yo'q. Lekin masalan, impact hayotingizda shunday ta'sir ko'rsatishingiz, bu qandaydir alohida qadriyat va hayotda beziydigan narsa. Qolaversa, bir marta yashaymiz. Men o'ylaymanki, shu o'zgarishlarga qandaydir bir Alloh sizni qodir va sababchi qilgani, qanday ne'matligini bilsangiz, shunda haligi uni pul bilan o'lchamaysiz. Siz tushunaman. Endi bu anaqa missiyangizda, oliy maqsadingiz, impact zo'r narsa. Hozir bitta yana savolim, siz mana уже moliyaviy mustaqillikka, erkinlikka erishdingiz, sizni fikrlashingiz boshqacha. Masalan, aytdingiz, kichkina bo'lganingizda ota-onangiz oylikdan oylikkacha ishlashgan, ularni fikrlashini bilasiz. O'sha fikrlashda nima farq bor? Va qanaqa qilib shu, masalan, bugungi kunda shu oylikdan oylikkacha ishlayotgan odam bunaqa odamga aylana oladi? Men savolingizga qilaman, unaqa odam bunaqaga aylanishi kerakmi o'zi? Masalan, hamma ham tadbirkor bo'lishi shartmi? Men ko'pida shuni aytaman-da. Mana menda oylik olib ishlaydigan odamlar bor. Juda ham komfortniy oylik oladi, yaxshi hayot kechiradi, risklari kamroq. Aytaylik, rejali mana отпуска vaqtida, masalan, shanba oddixida dam oladi. Uyga borib dam oladi. O'shaning uchun bu haligi ya'ni quyon tajbaqa. Kimdir o'sha haligi tinmay nima deydi, kecha kunduz anaqa qiladi, kimdir anaqa. Uni to'g'ri yo buni to'g'ri deb bo'lmaydi. Ikkalovi o'zini anaqa bor. Men bir qiziq narsa aytaman balki anaqa. Men esimda bir shu oldingi
O'zbekistonda Mhm. yoshlardan so'rasang kim bo'lmoqchisan desa hamma yurist, prokuror mana shunaqayda. Masalan, militsiya bo'laman, SMB bo'laman, mana shunaqa. Hozir yoshlardan so'rasam hamma tadbirkor bo'laman. Bilasizmi, mana yoshlar ko'p ko'radi sizni. Aytaman, man xohlardim shunaqa payt yoshlardan so'rasangiz injener bo'laman, mutaxassis bo'laman, o'qituvchi bo'laman, olim bo'laman, matematik bo'laman desa bo'ladi mana. Ya'ni bu hayot hamma tadbirkor bo'laman ham desa boru, siyosatchi bo'laman desam bo'ladi-yu. Bu yaxshi anaqa nima deydi, xilma-xillik. Oylikdan olib, oylik olib, masalan, man o'ylayman, manchalik man endi to'g'ri haqiqiy ish o'zimni shaxsiy hayotim yoki maishiy hayotimda judayam bir anaqa ekstravagant emasmanda endi to'g'risi. Mani qo'limda ishlab, oylik olib, mani hayotim sifati yo mandan ham yaxshi hayot sifatini o'tkazayotgan xodimlarim bor. Men bilaman man ularni, ularga xursand bo'laman. Вот. Shuning uchun ham masalan ularga mana san oylik yo psixologiyadan ketganda borib biznes boshla desa, ular ham aytishi mumkin menga bu narsa kerak emas deb. Ya'ni mutaxassis bo'lsangiz, o'sha haligi kecha kunduz uxlamay boshqa qilgan tadbirkorlar sizga aytgan oyligingizni berib, menga ishla deydi. O'shaning uchun o'zingiz qilsangiz ham biznes, oylikka ishlasangiz ham sohangizni mutaxassisi bo'ling. Yana hozir shu gapingizga oxiri mana man hozir faqatgina tadbirkorlik haqida gapirmayapman. Mana oddiy hattoki o'sha oylikdan oylikka ishlagan odam ham moliyaviy mustaqil, moliyaviy erkin bo'la oladimi? Nima qilsa bo'ladi? Mana mutaxassis bo'lsa, masalan, siz aytganingizdek. Qarang, mutaxassis bo'lsa, hozir mana bilasizmi, mana o'zingiz ham bilasiz, qanchalik mutaxassislar defitsitda. Masalan, mana chet eldan mutaxassislar olib kelyapmiz. Chet eldan kelib, ya'ni o'sha o'zini anaqa shu yoqda judayam komfortniy oylik olib, judayam komfortniy условияlarda ishlab, eng zo'r bog'cha maktablarga bolalarini berib, yashashyapti o'sha mutaxassislar. Nimaga shu yerda shu mutaxassislarni topolmayapmiz? Mana siz savol aytayotganingizga javob. Qaysi ishi bo'lmasin, o'sha ishida haqiqatdan mutaxassis bo'lib yetuk, aytaylik o'sha ilmiga o'sha ishini mag'zini qilib rezultatiga erishadigan bo'lsa, hozir mana vaqt, hozir o'sha mutaxassislar vaqti. Zo'r. Yaxshi elektriklar hozir 1,5-2 mingga topolmayapmiz. Endi такой, industrialniy elektrika. Mana hozir katta sklad anaqa ishga tushyapmiz. Katta masalan xolodilniy injenerlar 1000-2 ming desiz qaravotgani yo'q. Mana mutaxassislar mana hozir aytaylik kimdir biznes qilib, boshqa qilib o'sha qancha 1000-2 ming topyaptimi yo'qmi? To'g'risida. Ular qaravotgani yo'q. Ana anaqa emas. Umuman defitsit. Yo'q, shunaqa. Yana bitta savolim bor. Keyin 3-4 ta tezgina blitz qilamiz. Hozir xorij haqida gapirib qoldingiz. Bitta savol keldi men hayolimga. Hozirgi kunda ko'pchilik anaqa qilyapti. Xitoy haqida nima deydi? Xitoylik kirib kelyapti, jam ko'payib ketyapti deb gapirishyapti. Shu narsaga munosabatingizni bildirsangiz. Qiziq narsa. Men o'ylayman, umuman o'rinsiz vahima. Iqtisodiyotimiz bizaniki, bu vatan bizaniki. Bu yoqqa qancha rivojlanish ko'p kelsa, shuncha xursand bo'lishimiz kerak. Bundoq olib qarasangiz, mana endi balki men qandaydir liberal anaqadirman, kapitalizm tarafdoriman. Men o'ylaymanki, qolaversin, masalan, mamlakat rivojlanish, ish joylari bo'lsa, yaxshi aytaylik ilg'or sanoat kirsa, ilg'or texnologiyalar kirsa, bu uni sohibi o'zbekmi, Xitoymi masalan bo'lishi mumkin. O'zimizning shu yerlik odamda, lekin g'irt johil. Na xodimi, na oilasi, na qo'shnisiga mehri bor odam bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki masalan bir chet ellik o'sha sarmoyador kelishi mumkin-da. Men ko'rganman shu chet ellik sarmoyadorlar kelib masalan o'sha mahallalarni obod qiladi, maktablarga yordam beradi, boshqa communitylarni ko'tarishadi. Men siz ham bilasiz unaqa chet elliklarni, to'g'rimi? Taniymiz biz birgalikda. Mana shunaqa. Endi u o'zimizniki, bu o'zimizniki, bu masalan qandaydir nima deydi, tor nazar, tor anaqa tushuncha. Hozirgi kunda masalan bizni agar vatan boshqa uchun qiladigan bo'lsa, men aytaman, samaradorligimizni oshirishimiz kerak. Samaradorligimizni oshirmasak, hech qaysi olmaydi. Endi bu sarmoyalar kelayotgan masalan, aytaylik o'sha zavod, sex nima bo'lsa ham kelib mayli shu uyni sotib olsa ham, masalan aytaylik chet ellik xitoylik bu qanaqa bitta xalq vakillarini haligi qilib olish, bu bilamiz, bu yomon, bu millatchilik yaxshi emas. Aytaylik chet ellik, lekin mana xitoylik bo'lsa, mana kelib uy sotyapti, deyapti. Demak, mana bunday olib qarasangiz, mana shuncha uy qurilyapti, to'g'rimi? Uy sotyapti deganda, kimdir unga uyni o'zbekdan arzonga sotyapti degani emas. Ya'ni o'sha o'zbeklar olmagan narxga ulayapti. Ya'ni o'sha foyda yana shu yerda qolyapti.
bu pulga ular olgan pulga yana 2 ta kvartira qursa bo'ladi. Masalan, endi nima deydi, perspektiva nima endi, cheksiz bir narsa deyotganim yo'q, lekin bir anaqa narsa emasda, ular agar kelib pul bermay tortyapti desa, ana qaroqchilik ekan desangizda, endi bu yerda nimada ayblayapmiz? Boya eng boshida aytdingiz-ku, bankdan kredit olganda pulga aylanib karra yo, ko'paygan. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Buni shunaqa shu iqtisodiyotimizga kiryotganidan xursand bo'lib, xo'p, aytaylik Xitoylar ham hamma chiqib ketdi, o'zinglarga qoldi deylik masalan. Hammasi o'zimizga qoldi masalan. Mahsulotimizni kimga sotamiz? Nima ishlab chiqaramiz? Qayerdan masalan shu ishlab chiqarishdan rivojlanishga pul olamiz? Masalan, uni ham aniq qilish kerak. Mana aytaylik, masalan boshqa millatlar kelganda ham shunaqa bo'larmidi? Masalan, turklar ham kelib biznes ochyapti bu yerda, ruslar kelib ochyapti. Kim ochmayapti? Ko'pchilik ochyapti. Hindlar bilyapman, ochyapti bizneslar, bilmadim nimagadir ham haligi nima deydi? O'sha bu zamondan qolgan qo'rquvlar bor-a, oxir dunyoda Xitoy ham yon bosar ekan, boshqa. Mayli emas, shu paranoya rol o'ynayapti. Mutlaqo shunaqa anaqa qilib yurganligiga qarshiman. Mahsulot arzon kelyapti, aytishyaptiki, mahsulotni oz qilib hammasini sindirib bular qiladi. Biz biznesdamiz, biz bilamiz. Qancha Xitoy kamalari, kim qanaqasi hammasi kelishib olib, o'zbeklarni 10 yil tekinga boqamiz, keyin qilib olamizmi? Yaxshi. 10 yil tekinga boqsin-da, keyin 10 yildan keyin qimmat qiladigan bo'lsa, biz qo'l oyog'imiz sinib qoladimi? Yana ishlab chiqara boshlaymiz, yana konkurent qilamiz. Boshqa hech kimni bugungi kunda tekinga boqadigan yoki tannarxidan arzon sotadigan, 5 yilda o'qilaman deydigan strategiya iqtisodiyotda yo'q. Biz masalan bilasiz, rozimisiz shunga? Rasman. Sizni fikringiz qanaqa? Manimcha investitsiya kirib kelishi juda ham yaxshi. Faqatgina nima deydi, agar masalan u narsa adolatli berilyaptimi yoki yo'qmi? Masalan, agar просто так nima deydi, tekinga bepul berilayotgan bo'lsa, u yerda ko'rib chiqish kerak. Nima asosida aytyapmiz bepul? Qayerdan nima bepul berildi? Mana shu Shu narsa O'zbekistonda, bo'lmasa- mana biz O'zbekistonda shuncha yil yashayapmiz. Qayerdan nima bepul berildi? To'g'risi, siz bepul biron narsa ola olganmisiz? Yo'q. Mana qanaqa qilib kimdir kelib bepul oladi? Конечно, puli bor. Va puli bo'lishi kerak, to'g'ri joyga ketishi kerak. Hammasi yaxshi. Qancha pul U ko'p narsa, pul kirsa, masalan, bilasizmi, agar pul noto'g'ri adolatsizlik bo'lsa, bu yerda Xitoy ham emas, bu yerda pul ham emas vinovat, bu yerda o'zimiz vinovat. To'g'rimi? O'zimizni aybimiz. Hozir masalan aytaylik, hozir adolatli bo'lish kerak. Xo'p, Xitoylik kelmasa adolatli bo'lish kerak emasmi? bo'lishi kerak albatta. Xo'p, masalan, agar o'sha narsani pul bermay o'zbek olib qo'ysa, u to'g'rimi? Tushunasiz? To есть bu millatga taqash menimcha yaxshi emas. Yo'q, men pul kirib kelishiga anaqa nima deydi, roziman. Chunki qancha ko'p pul kirsa bizga, shuncha bu o'sha nima deydi, vote of confidence boshqa millatlar bizga ishonyaptimi, O'zbekistonni rivojiga, kelajagiga ishonyaptimi, bu yaxshi signal. Yana qaytanga ko'proq investitsiya kirib keladi va bizlarni rivojlanishimizga yordam beradi. Siz aytganingizdek, nafaqatgina pul, balki o'sha know-how bo'ladimi, boshqa nima deydi, texnologiyalar ishlab chiqarish, tajriba, bu hammasi juda ham zo'r narsa, chunki bizga yordam beradi. Menimcha juda zo'r imkoniyat bor. Bilasizmi, mana hozir har xil savdo urushlari bo'lyapti, boshqa. Xudoga shukr, O'zbekiston juda yaxshi imkoniyatda. Hozir masalan hech kim bizdan na xudo asrasin haqiqiy urush, na savdo urushi, na boshqa urush qilyapti. Aksincha, O'zbekiston nafaqat o'zi, butun atrofini tinch va stabil bo'lishiga katta hissa qo'shyapti-da. Shu paytda masalan mana shu narsadan ham imkoniyat, iqtisodiy imkoniyat. Masalan aytaylik, Xitoyda qaysidir ham ishlab chiqarish bo'lib, ular masalan Amerikaga biron narsa sotsa, hozir tariflarga tushib, o'sha aytaylik savdo urushiga tushgan. Mana ertaga balki kelib shu yerda zavod qilib, o'sha narsa O'zbekiston eksport qiladi Amerikaga. To'g'rimi? O'sha qandaydir imkoniyat, святое место пусто не бывает deydi. Lekin bizda bunaqa konsentratsiya, industriya bunaqa konsentratsiya, masalan aytaylik, mutaxassislar bugun yo'q. Lekin masalan kelib o'sha zavodlar, fabrikalar, boshqalar ishla boshlasa, bu yerda xodimlarni malakasi oshadi, boshqa. Qachondir ham o'sha mahsulotlarni biz eksport qilamiz. Mana endi korporativ dunyoni yaxshi tushunadigan odamcha biladi. O'sha korxona u millatsiz, shaxssiz, jinsiz narsa. Mana Korzinka bu millatsiz, ya'ni men o'zbekman. Men egasiman. Lekin men o'rnimda boshqasi bo'lsa ham Korzinka o'zini mantiqi bo'yicha xuddi shunaqa xizmat qilgan bo'lardi. Xuddi shunaqa O'zbekistonni rivojlanishiga hissa qo'shayotgan bo'lardi. Xuddi shunaqa aytaylik, odamlarning hayotida o'zgarish yasagan bo'lardi. Xoh u ishlab chiqaruvchi, xoh xaridor, xoh xodim bo'lsa ham. Nimaga? Masalan, ularga kam pul beradimi? Yo'q. Kam pul bersa hozir mendan ham xodimlar ketib qoladi. Masalan, agar aytaylik ishlab chiqaruvchilarni qilsam, nima qiladi? Ishlab chiqaruvchilar ham yuz o'giradi. Sifatsiz mahsulot bersa hozir ham xaridorlar yuz o'giradi. Ya'ni o'sha narsani masalan men hozir har kuni borib pomidorni bunaqasini tanlab deyotganim yo'q. Korxona
o'zini shunaqa ishlatyapti. Endi uni egasi qachon undan foyda chiqdi-yu, qachon uni foydasini kimdir ko'rdi. Ungacha qancha odam ish topadi, qancha odam oylik oladi, qancha qurilishlar bo'ladi, qancha mana ijtimoiy, iqtisodiy o'zgarishlar bo'ladi. Keyin ular qachondir ham o'shandan foyda qilib, foydasini olib chiqib ketadi. Masalan, agar shu yerdan foyda qiladigan bo'lsa, olib chiqmaydi foydani. Mana biz biznesmenlar bilamiz. Yana qaytib tikadi. Agar biz o'sha foydani bera olsak. Agar bera olmasak, borini ham tashlab chiqib ketib qoladi. Keyin ana o'zinglarga qoladi. Va mana shuning uchun aytamanki, bu panika qandaydir vasovatsiz panika. Manimcha bu anaqa fokusni o'ziga qaratish kerak, o'z ustida ishlash kerak. Albatta. Anaqa mutaxassis Hali narsa chekim berilayotgan bo'lsa, уже noto'g'ri. Xitoymi boshqami. Adolatsiz raqobat bo'lsa, уже noto'g'ri. Biz nima to'g'risida gapiryapmiz? Shu kelib Xitoylar bizga buni o'rgatyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Yana hozir bitta jumlali juda qisqa 2-3 ta savol beraman. Nimaga kimdir boy, kimdir kambag'al? Man masalan ko'p narsa aniq qilaman. Men o'ylaymanki, baribir o'sha insondan bunchalik bog'liq emas. Men o'ylayman, baribir odam rizqini Alloh beradi. Va Alloh endi teng bermaydi, bu narsa ma'lum. Ko'pchilik ilmimdan, bilimimdan, undan, ishimdan boshqa o'sha kimdir mehnatkashroq qilib, kimdir yalqovroq qilib yaratgan ham Alloh o'shaning uchun o'shanga yarasha rizqini beradi. Lekin biza banda sifatida o'sha sababini qilishimiz kerak. Ya'ni ilm olishimiz kerak, mutaxassislik o'rganishimiz kerak. Vaqti kelganda tavakkalchilik qilishimiz kerak. Men shunaqa deb tushunaman. Lekin hammasini zo'r qilib qo'ysang, boyisan deydigan kafil ham yo'q. Rahmat. Bugun masalan 20 yoshli Zafarga nima maslahat berardingiz? Zo'r bos derdim. Hammasi yaxshi Gazni derdim. bos. Hammasi zo'r bo'ladi derdim. Xotiraman. Zo'r. Siz uchun erkinlik nimani anglatadi? Mana shu erkinlik ko'p narsani anglatadi. Bu fikrlash erkinligi, gapirish erkinligi va eng asosiy men bu narsani aytganman, bu xato qilish erkinligi. Masalan, biza jamiyat sifatida judayam xatolarga, noto'g'ri qadamlarga, boshqaga tolerantnostimiz juda kichkina. Bilasizmi, shu narsa ko'p tadbirkorlarni haqiqatdan to'xtatadi. Ya'ni, voy, men buni qilsam, o'xshamay qolsa, ertaga hamma anaqa anaqa ham jamiyat ham shunaqa anaqa, voy, anavmi, voy, undan ishlanib, u bankrot bo'lgan, unga qo'l anaqama, uni anaqa, uni qarzi bor, undan anaqa qilma. Mana shunaqa qaytanga qiynalayotganlarga biz yordam beradigan jamiyat bo'lishimiz kerak. O'sha bir tadbirkorlik qilibmi, boshqa qilib bir sizlar qilmagan narsani sinab ko'rib qoqilgan bo'lsa, yaxshi, u sizlarga o'zini tajribasidan dars berdi. Bir qo'llab-quvvatlanglar. Ikkinchi, uchinchi marta nima deydi, shu harakat qilishga ishtiyoq bo'lish kerak. Biza shunaqa narsa bor, mana shu aytaylik, juda осуждать qilamiz o'sha odamlarni, nima deydi, qandaydir anaqasini so'ndiramizda. O'shaning uchun men aytaman, erkinlik berishimiz kerak odamlar tajriba orttirishga, erkinlik berishimiz kerak odamlar xato qilishga. Eng asosiysi shu intilishdan qolmaslik kerak. Va menimcha erkinlik bersa, boya siz aytgandek, innovatsiyalar ham ancha ko'payadi. Albatta, Anaqa albatta. xato qilish erkinligi. Qoqilishdan qo'rqmaydigan qilib qo'yishimiz kerak xalqimizni. Biznes shunaqa ekan. Bir narsa boshlayotgansan, qoqilar ekansan, turar ekansan, yurar ekansan deydigan ishonch bo'lishi kerak. Hali tushkunlikka birdan tushib, haligi anaqa qilmasdan. Bu balki qonunchilikda ham, madaniyatda ham, ijtimoiy hayotimizda sinaganlar afzal, sinamay o'tirganlardan ko'ra deydigan bir aniq qo'yishimiz kerakmi deyman-da. Xudo xohlasa. Yana oxirgi savolim, sayohat qilishmi, pul yig'ishmi, investitsiya qilishmi, nima? Qarang, haligi gapim. Hayot balansda. Masalan, haligi bolasini o'qishi, boshqa qilmay faqat sayohatga berilish ham bu noto'g'ri. Hech nima qilmay, hayotni ko'rmay, boshqa pul yig'ib o'tirish ham noto'g'ri. Yemay, ichmay faqat investitsiya qilish ham, ya'ni odam hayotida muvozanat topish kerak, shunday balanski. O'sha hayotda o'zi uchun biz har xilmiz. Masalan, kimlargadir ham u balans sayohatga ko'proqdir, kimlargadir ham balans pul yig'ishga ko'proqdir, kimlargadir ham balans investitsiya qilib biznes ustida ishlash. Lekin baribir har birimizni aliyano risk appetitdagi o'zimizni balansimiz bor va erishmoqchi bo'lgan cho'qqilarimiz bor. O'sha yerda bo'lib, o'sha turgan joyimizda komfortli bo'lsa, ya'ni o'sha bizga yaxshi. Zo'r. Rahmat kattakon, shuncha Sog' bo'ling. vaqt ajratib kelganingiz uchun. Umid qilamanki, podkastimiz foydali bo'ldi. Keyingi sonlarga kimlarni va nima uchun chaqirishimiz kerakligini kommentariyada yozib qoldiring.